oson ish emas. Ish qilishni xohlamayman. Yana o'sha Rossiyadan qaytayotgan paytimizda g'olib bo'lib qaytyapmanman o'sha yerda. Eng birinchi negativimiz turmush o'rtog'lar. Mana shu odam o'zini anglab olgandan keyin to'xtatib bo'lmaydi. Seni darajangga chiqqanini tasavvuringda o'yla. Chiqarib yuborgan pasportimni. Keyin kirib hujjat topshirganman. Keyin chiqayotganimda Yana esingi davlatlarning ichida lider ayollarning ichiga o'tirganimga shukr aytib o'tirman. Boshida qiziq tuyulgan. Hamma qator dardimni aytib olaverganman-da mana men. Keyin o'shalarni ko'rsamcha qochadigan bo'lib qolganman. Assalomu alaykum, hammanglar kelganinglarga rahmat. Taklif qabul qilganinglar uchun ham rahmat. Har biringlar men uchun alohida bir nima desam, mukammal insonsizlar. Meni nimamda, maqsadlarimda, missiyamda deb aytaman. Bugungi podkastimiz asosiy maqsadi har bir ayolni qanday shu darajada, ya'ni har biringizni qanaqa qilib biznesni noldan boshlab, bugun katta brend darajasiga, dunyo taniyotgan brend darajasiga va ko'pchilik insonlarga ustozlik darajasiga yetib kelganingiz menga qiziq tuyulyapti va buni o'zimizni kuzatayotganlarga ham tanishtirmoqchiman. Xo'p, biznesni noldan boshlaganmisiz yoki tayyor sarmoya, turmush o'rtog'ingizni puligami yoki adangizni puligami yoki bo'lganmi oldin investitsiya bo'lib turib keyin tavakkal qilib biznes boshlaganmisiz yoki bo'lmasa rostdan ham noldan minusdan boshlanganmi? Ota bobolaringizdan qolib ketgan pullargami demak. Merosga. Menimcha bu yerda o'tirgan ayollarning hammasi shu noldan biznes boshlaganlar va men o'ylayman, har bitta ayol biznes qilishda, umuman oila bilan tadbirkorlikni baravar olib borishda o'ziga yarasha qandaydir yo'llardan, qandaydir qiyinchiliklardan, qandaydir mashaqqatlardan o'tadi. Oydinoy To'xtayeva oliy ma'lumotli imij maslahatchi, boshlang'ich kasbi pedagog, matematik. O'zmu tahsil olgan, 15 yil davomida birinchi Toshkent pedagogika kollejida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 2015-yildan boshlab imij stilistika sohasida o'z faoliyatini olib boradi. Italiyaning Italianskaya shkola moda и stil nomli maktabida 2 yil davomida tahsil olgan. Moskvadagi Vishaya shkola stilistika nomli universitetini tamomlagan va ikkinchi mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumotga ega. Hozirda My Image nomli modalar maktabi asoschisi va rahbari. My Image nomli ayollar liboslari do'koni ko'pgina UzTV ko'rsatuvlarida moda bo'yicha ekspert bo'lib ishlagan. Har doim yangi loyiha va takliflarni xursandchilik bilan qabul qiladi. deb o'ylayman. O'zimda ham shunday bo'lgan. Mana bu yoqda ham Noila, bu yoqda ham Noila o'tiribdilar. Mana ikkalasini ham hayot yo'lida shu narsani ko'rganman. Shunaqa. ya'ni noldan boshlab ma'lum bir darajaga yetgandan keyin sarmoya kiritilgan. Noila Usmonova dizayner, ko'plab o'zbek ayollarining sevimli brendlariga aylanib ulgurgan. Salute Miros, Salute Sarpo, Salute Bizing brendlari asoschisi. Shu bilan birgalikda Salute akademiyasini tashkil qilib, minglab ayollarni tikuvchilikda o'z haqiqiy yo'llarini topishiga yordam berib kelyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab bugungi kunda Sarpo yo'nalishida butiklar ochishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekistonda onlayn tikuvchilarni birinchilardan bo'lib yo'lga qo'ygan dizayner. Hobbisi kitob o'qish, Noila Ismoilova har sohada birinchi bo'lishni yaxshi ko'radi. Oilalik 5 nafar farzandning onasi. Bugungi kunda o'z biznesi va oilasini barobar olib borayotgan biznes ledilardan biri. Noldan boshlagan sizda ham shu. Lekin sarmoya kiritilgan. To'g'risi. Sizda-chi? Mani hayotimda menda ham shunaqa noldan boshlangan qiyinchiliklar to'xtamasligi uchun ham mana shu narsa sabab bo'lgan. Aslida sinov insonni rivoji uchun keladi. Menga ham shu sinov rivojim uchun kelgan. Yo'limni tanlab olishim uchun, menga o'xshagan insonlarni, ya'ni ham hayotini to'g'irlash desam xato bo'ladi. Noila Ismoilova oliy ma'lumotli pedagog, oilali 3 nafar farzandning onasi, 5 yildan ortiq tarmoqli marketingda katta natijalarga erishgan muvaffaqiyatli biznes ledi. Greenleaf korporatsiyasining yagona 3 yulduzli direktori, 30 mingdan ortiq shogirdlarni moliyaviy erkinlik sari yetaklagan ustoz. Aniq maqsadi, ijobiy fikrlashi va kuchli liderlik fazilatlari bilan ko'plab insonlarga ilhom berib kelmoqda.
Ularga ham yo'l ko'rsatish maqsadida menga bu sinov berilgan deb o'ylayman. Ya'ni minusdagi holatingiz sinov sifatida berilgan. Shunaqa. Sizni undan bo'lsa Noila opam minusdan boshlagan ekanlar. Ha, minusdan boshlagan ekanlar. Endi bizda ham masalan noldan bo'lgan. Biz turmush qurganimizda masalan turmush o'rtog'im Qashqadaryodan, o'zim Sirdaryodan turmush qurganmiz. Hech kim yo'q. Shaharda hech qanaqa tanishimiz yo'q. Talabamiz ikkalamiz ham. Sekin-sekin vaqti kelganda o'sha markorlik ishlarini ham, kimnidir qo'lida ishlash ishlarini ham xo'jayinim qilganlar. Sekin-sekinlik bilan o'sha avvalambor men hayotda ko'p mana qizlar tasdiqlashadi. Qo'l ochiqlik, keyin yaqinlaringizga qilingan ehson bu eng birinchi biznesni nima kaliti bo'lsa kerak deb o'ylayman. Eng birinchi o'rinda mana shu biznesda halollik, qo'l ochiqlik va qilinayotgan ehson. Mana shu narsa orqali baraka kelarkanda odamga. Mana shundan sekin endi men boshida tadbirkor bo'lmaganman, tadbirkorlik qilmaganman, o'qituvchi bo'lganman. Turmush o'rtog'im tadbirkor bo'lganlar masalan 3 ta farzandni oyoqqa turg'izib, maktabni tugatib, endi mana institutlarga kirishni boshlaganda kasbimni taqdir taqozosi bilan nasibam o'sha yerda bo'lganligi uchun o'zgartirganman. Lekin men judayam ko'p ayollarda ko'raman, masalan o'sha kasbdan norozi yoki o'sha men bunaqa ish qilishni xohlamayman, men boshqa ishlarni qilishni xohlayman degan ayollarimiz juda ko'p. Va meni hayotimda ham xuddi shu narsa bo'lgan, lekin sekin-sekinlik bilan mana shu izlanib, haqiqatdan ham mana shu kasb menikimi, meniki emasmi? Haqiqatdan ham mana shu ishni davom ettirsam barakalimi yoki boshqa ish qilsammi deb yo'llarim ochilib Alloh rizqimni bergani uchun shu boshqa kasbga o'tganman. Lekin bo'lgan g'oyalar tirimsiz uyqu bermaganda o'sha bu kasb boshlangan. Kasb o'zgartirish. Kasb o'zgartirish bu oson ish emas. Chunki masalan necha yil bitta sferada ishlasangiz, o'sha sferada unib o'sgansiz, o'sha sferani tarbiyasini olgansiz, o'sha sferada o'qigansiz, umringiz, vaqtingiz qancha ketgan va o'zingiz bilmagan qorong'ilik tunnelni orqasida hali yorug'lik bormi yo'qmi bilmagan ko'chaga kirib ketib, u yerdan yorug'likni topib chiqish, endi shunaqa bir obrazni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, bu narsada hamma qadam qo'ya olmaydi bu narsaga deb o'ylaymanda. Va mana shu qadamni qo'yish uchun ham yuqorida efirdan oldin Noila aytganlaridek, turmush o'rtoqlarimiz asosiy sabab bo'lgan, qo'llab-quvvatlashlari. Ayol kishiga masalan, ayol kishi nima? Biz bir o'zimizni mazzamiz uchun ish qiladigan ayollarmiz. Insonlarni oila boqish uchun, uchastka qurish uchun yo bir katta ishlarni qilib majburman shuni qilishga degan bir ehtiyoj yo'q bizda. Biz faqat o'sha o'zimizni mazza qilishimiz uchun ish qilganmiz. Va shuni orqasidan baraka kelib, mana bugungi kunda shu yerda o'tirgan ayollar hammamiz ustozmiz. Necha ming ayollarga mana Noilaxonni bilaman, bu Noilaxonni bilaman, o'zimda qancha shogirdlar, sizda qancha shogirdlar bor. Mana shularni hammasi nima deydi o'sha harakat, intilish va qiziqish. Mana shu 3 ta narsa. Qo'shilaman 100%, lekin juda ko'p narsaga, masalan, men juda ko'p narsani 13 yil, 14 yil oldin boshlagan bo'lsam, masalan, minusdan men ham sohamni o'zgartirganman, lekin men o'sha vaqtida berish kerak, halollik degan narsalarni tan olaman, men bilmaganman umuman. Faqatgina ishlash kerak, mehnat qilish kerak degan narsa bo'lgan. Ya'ni muvaffaqiyatga erishishimiz uchun qancha ko'p ishlasak, shuncha zo'r bo'lamiz. O'shaning uchun o'sha paytlarda eslayman 18 soatlab ishlaganmizda, 18 soat, 19 soat shu bitta ko'ylak chiqarish uchun. Lekin bildimki, gap bu yerda anavda emasda. Uni endi bilyapmizda. Endi o'sha lekin baribir tarbiyangiz birovni haqqini yemaslik degan tarbiya bo'lgan. Yo'q, to'g'ri, bo'lgan. 100% qo'shilaman, lekin muvaffaqiyatni asosi o'sha ekanligini bilmaganmiz. Qattiq mehnat. Faqat mehnat deb bilganmizda. Men endi to'g'risini aytdim, men uni keyin tushunib yetdim. Keyin, ya'ni vaqti keldi. Va buni eshitish boshqa ekan. Agar o'sha paytda menga hozir siz aytsangiz, mana 15 yil orqaga qaytib, hozir mana shu podkast eshitib turganda men aytaman, yo'q. Ya'ni ongim qabul qilmasdi siz gaplaringizni. Yo'q, ishlash kerak, qanaqasiga? Yo'q bo'lsa qanaqa berasiz? Va vaqti soat kelar ekanda. Mana shu narsaga juda bir yetib keldikda, bu tushunib olishimizga. Lekin bu hamma biladigan ochiq siz aytgan narsa
judayam aniq, ochiq muvaffaqiyat siri. Lekin uni tushunib yetish uchun juda katta yo'l bosib o'tganman o'zim. O'shani aytyapman. Bu juda. Buni hazm qilish, buni tushunish. O'shaning uchun biza ishlaganmiz. 18 soat ishlab, kerak bo'lsa $100 ham pul topolmaganmiz, lekin vaqti soati kelar ekanki, bu mehnatga ham emas, bu qanaqadir berishga bog'liqligini keyin sezdikda mana. Keyin mana o'zaro ham ko'p suhbat qilamiz, ko'p Noila bilan kofe ichish jarayonlarida gaplashamiz. Ana shu hayotda sirini qidiraverasiz-ku, anglash jarayonida. Shu haqiqatdan ham mana masalan, bo'ldi mana beryapman, demak menga keladi deb o'tirish noto'g'ri, mehnat bo'lishi kerak. Yoki mana hozir biz eshitayotgan yosh qizlarimiz ham berish kerak ekan. Xo'p, men Noila aytgan nima qayerdan beraman deb mehnat kerak. To'g'rimi? Mehnat bo'lishi kerak birinchi o'rinda. lekin maqsad bo'lishi kerak, beraman degan. Albatta. Keyin o'sha qo'l ochiqlik berish bo'lishi kerak, keyin bilim olish ham menimcha birinchi o'rinda. To'g'ri. Shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Judayam chiroyli, ochib beryapsiz. Ilohiy bir qonunda bu berish qonuni. Olish va berish qonuni bor. Shu joyida beradigan, ya'ni savob ishlar qiladigan, ehson beradigan insonlarni niyat qilish kerakmi shunday bo'lishni yoki maqsad qilib konkretniy qo'yish kerakmi? Bu niyatingiz, bilasizmi, bu yerda men bersam 10tasini beradi degan narsada bo'lishi kerak emas. Bu prosta Xohish. Bilan emas. Kutuv bilan bilan emas. emas. Anglash bilan, Anglash bilan. Bu-chi o'z shartsiz. qalb orqali keladi. Prosta Ichimda soldi, qalbimga nima deydi-yu. Hech narsa kutmaysizda. Yo, hozir $1000 ehson qilsam, ertaga 10,000 qaytib kelar ekan u narsa ishlamaydi. Bu narsaga ham vaqt kerak, o'tish kerakda. O'tish kerak. Biznesda bo'lmaganmiz bizlar ham, masalan, umuman sohamiz boshqa bo'lgan. Ana shu o'tib hozir mana tajriba bilan bilamizda. O'zim mana shu podkastdan nimaga olinyapti? Shu yosh qizlarimizga mana shu biz bosgan qiyinchiliklardan o'tmasdan tajriba yo'llari bor. Mana shunday o'tinglar degan bir maqsadda baribir. Metodikasini berib o'tib ketyapsiz. Va hozir bitta shiurga, hozir vizaga kirib chiqdik-ku. Vizadan chiqdik 1 yilga oldik. Multiviza. Keyin xo'jayinim aytyapti-da, oson ekan-ku deyapti. 30-40 ming dollar sarflab через Meksika, через Florida bir nimalar qilib timsohlarga yem bo'lib yurgandan ko'ra o'sha 30-40 mingni har sayohatga sarflab o'ziga bitta yatiti ochib, masalan 3-4 yilda ketsa bo'lar ekan-ku deyapti-da keyin. Buni mana siz endi tushunib yetyapsiz. Shu paytgacha mana hech kim o'ylamagan-ku shu narsani. Bundoq o'ylasa-da, masalan, hamma dokument joy-joyida bo'lsa, u viza berilyapti-da. Lekin xuddi shunday mana uni tushunib yetish kerak ekanda. Xuddi mana shunday misolda hozir mana gaplashib o'tirganimiz ham. Bu podkastdan ham yoshlar shunaqa nima oladi demoqchilar-da, anglasha oladi. Anglasha oladi, ya'ni sabr qilish kerak. Birdan xohlasangiz bo'lmaydi ishlar. To'g'ri yo'l. Masalan, nimaga berdi sizga? Endi Amerikaga hammaga ham beravermayapti va nechta odamdan bitta menga berildi deyapsiz. Nimaga? Chunki to'g'ri, masalan, bir joyda narushение yo'q. Chet davlatlarga borganingizda bir qonun tuzilmagan, qolib ketilmagan, deport yo'q, hech qaysi davlatda 5 ta bolangiz bor, biznesingiz bor, hamma narsa. Endi eringiz bilan ketyapsiz. Da o'shalarni hammasini inobatga hisobga olib. Qonunlari to'g'ri. Qonunlari to'g'ri. Endi mana biznesingiz ham kattada endi. Yoshlarga ham to'g'ri yo'lda bo'lsang, senga hech qayerda to'siq yo'q demoqchilar. To'g'ri. Faqat sabr qila olish kerak. 1 oyda keta olmaysiz, lekin 3-4 yil plan qo'yib, постепенно harakat qilsa, o'zi Amerikaga borgisi ham kelmay qolsa kerak deb o'ylab qo'ydim. Unaqa o'zi reja qo'yib, ehtiyoj o'zi yo'qolib qoladi. Qiziq narsa bo'ldi. Sizning fikringizcha berish qonunida nima ayta olasiz o'z fikringizda? Man tadbirkorlar oilasiga dunyoga kelganligim uchun mani orzuyim bo'lgan tadbirkorlik qilish, lekin dadamni orzulari uchun men o'qituvchilik faoliyatidan boshlaganman, lekin har doim aytardim, bir kunim qolsa ham tadbirkor bo'laman degan nimada. Lekin mana turmush o'rtog'imni ishlari borasi bo'lganligi uchun ham viloyat ko'proq yashagan biza, ko'proq tanish bilish ko'proq orttirgan biza. Lekin
har doim mani orzuyim mana shu tadbirkorlik qilish bo'lgan. Shunaqa Alloh sinov berarkan, mana oldingi nimalarimda ham aytganimdek, har bir narsani to'lovi bor deganday, bu biznesga kelishimdan oldin minusga kirib kelganman. O'sha payt o'ylasam agar to'lov to'lab kelgandirman deb o'ylayman. Keyin yana bir narsa mana Noil opa nechanchisiz? Shu yerda 41. 41, Teng. Tengdosh. Mm. Tengdosh ekanmiz. Mana hozir siz aytyapsiz. Men ham boshida bilmaganman shu ehson qilish evaziga baraka kelishligini. Men ham shunaqa bo'lganman. Haqiqatdan qattiq ishlasa odam o'shanga qarab daromad oladi degan narsani nima qilganman. Lekin mana shu joyda bir insondan eshitganman. Bugun ko'pchilikda ko'p qattiq ishlaydi-yu, lekin ko'zi ko'radi-yu, qo'li ko'rmaydi. Daromadini kam ko'radi degan nimalarda ko'rganda baraka yo'q degan joylarda bir insondan eshitganmanki, o'sha daromadingni bo'lyapsanmi mana ehsonga, ota-onangni bu yerda nima hissasi bor sani natijaga chiqishing uchun. Demak, ularni ham haqqi bor ekan o'sha nimalarga ehsonlarga degan nimalarga. O'shandan keyin amal qilishni boshlaganman. Ya'ni ehsonlarimni bo'lganman. Demak, ota-onam uchun, o'sha atrofdagi insonlar uchun qilishim kerak bo'lgan ehsonlarni haqiqatdan ham Oydin opam aytganlariday o'shandan keyin baraka kirishni boshladi. Bu narsa ham judayam katta ahamiyatga ega ekan. Albatta. Noila, masalan, menga ham hozir qiziq. Siz Green Lifedasiz, bilaman. O'sha nechta ayol bor sizni, masalan, sizni orqangizdan Shogirdlar. ergashayotgan shogirdlaringiz yoki o'sha, masalan, bilmayman qanaqadir bir darajangizmi? O'sha haqida ham ayting biza bilaylik. Hozirgi kunda direktor 3 yulduzman. Mana shu o'zim shu qiyinchilik bilan minusda kirib kelganligim uchun atrofimga ko'proq o'shanaqa insonlar yig'ilgan. Hozirgi kunda 40 mingdan oshiq hamkorlarim bor. Shundan hozirgi kunda 1000 dan oshiq hamkorlarim natijaga chiqqan insonlar. Sayohatlarda yilida 2 marta chet el sayohatlariga chiqadi. Lekin mana shu bizagacha kelgan insonlarda marketing biznesni ochib berayotgan paytimizda shu yiliga 2 marta sayohat hozircha menga kerak emas, o'shan pulini olsam bo'ladimi degan insonlar ham bo'lganda. Lekin mana shu treninglarimiz, darslarimiz mobaynida o'sha insonlarda ochilish bo'lgan. O'zini loyiqlik nimasi oshib, demak, men ham loyiq ekanman. Sayohatlarga borsam ham Alloh meni rizqimni berar ekan, o'sha hovlim ham bitar ekan, farzandimni kelajagi ham bitar ekan degan maqsadda fikrlarini o'zgartirish evaziga hozirgi kunda har biri o'zlarining shaxsiy uylari, yana qo'shimcha farzandlari uchun ham yana avtomobillarni podarka qiladigan darajada, yaqinlariga podarka qiladigan darajaga chiqqanlar. Qanday baxtli, qarang, qanday zo'r. Bu biznes o'zi aynan ko'p Greenleaf korporatsiyasida hammani fikri ikkiga bo'linganda, lekin man o'zimni tajribam jarayonida o'zim Greenleaf Eco jurnalini marketologiman. Aynan jurnalni taqdimoti, jurnalda yangi trendlari bo'yicha o'zim kuzatuvlar qilib boraman, statistikani ham o'rganib boraman. Boshqa marketing yo'nalishlaridan ancha ustuvorligi va bu joyda halollik borligi, ya'ni 5 mingdan ortiq mahsulotimiz bor va bizaniki yatitilar sonimiz уже 600 dan ortganda. Nuldagi insonlarni natijasini ko'rganingizdan keyin действительно odam ko'zida yosh bilan yolg'on gapirmaydi-yu. Eslaganidan titroq bilan gapirganda yolg'on gapirmaydi. Ana ulardan keyin ilhom olib, keyin men bu narsaga targ'ibotga kirishganman-da. Shuning uchun bularni ham как biznes lady sifatida taklif qilganman, chunki кейslari juda ham katta. O'sha paytda qarzlardan qarang, necha mingta odam va ulardan mingtasi shunchalik yo'naldan natijaga chiqqan. Eng qizig'i kimdir uy tozalovchi bo'lgan, kimdir ko'chada oddiy tarvuz sotadigan bo'lgan, kimdir harbiyda oilasi bo'lib turib, lekin o'zini faoliyati bo'lmagan, kimdir ijarada yashovchi bo'lgan. Shunaqa holatdagi ayollar, bo'lib turib qilayotgan ayollar emas-da. Ularda shijoat kuchli. Yana bir nimani aytib o'tmoqchiman. Harbiyda oilalarida ko'proq ularda uyga o'tiradigan ayollarimiz ko'p, harbiylar nimasida. O'shani hisobidan mana birinchi farzandlari bo'lgan, keyin farzand bo'lmaganda, mana shu yerda tekshiruvlardan o'tganlarida aytganki, ayolingda umuman muammo yo'q, lekin qo'y, ozgina odamlar bilan muloqotga kirishsin, bu qandaydir yopiq, hamma narsadan qo'rquvda yashayapti. Hozir unaqa zamon emas deb aytganlarida
bo'ladi-da, keyin mana shu biznesni eshitib kirganlarda mana hozir birinchi farzandlari bilan hozirgi kunda homilador u kishi farzand o'rtasida 15 yillik farq bor-da. Mana hozir alhamdulillah mahsulotlarimizdan ishladi, mana biznesga kirishib, bu insonlar bilan muloqotda bo'lib, ochilib o'sha ayol hozirgi kunda homilador-da. Burilish hozir bo'lgan natijalar hayotida. Xolisda, baribir shunaqa. ixlosda. Shunaqa. Ha. Ustoz shogird qoidasi degan nima borda, bir amaliyot borda. Ana bor. Har biringlar ustozsizlar va sizlarda minglab insonlar dars olishgan. Bugungi kunda judayam dars olish ommalashib ketdi. Hamma tavakkaliga dars olayotganlar ham bor. Lekin ustoz ko'rgan shogirdlar baribir ajralib turibdi. Haqiqatdan o'zini brend yaratganlar bor. Mana sizda o'qigandan keyin o'zini izyuminkasini topganlar bor. O'zini dizaynerlik yo'nalishini, qobiliyatini ochganlar bor. Sizda o'qib turib o'zini Oydin opamda o'qib, o'zini stilini yaratganlar bor, o'zini go'zalligini qaytadan kashf qilganlar bor, o'ziga to'ymayotgan insonlar borda. Har bir kiyimini aql bilan oladigan, ya'ni ko'rganda elegantniy bo'lib o'zgargan insonlar bor. Sizda o'qigan insonlarni man har birini o'rganganimda natijasini ko'rib turib keyin taklif qildim. Chunki sizlardan ustoz shogird qoidasini o'rgansa ham bo'ladi. Shogirdlardan qiladigan talabiylar qanday va hozir ilm olmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqa tavsiyalar berasizlar? Hamma ilm olgisi keladi. Hozir hamma rivoj bu ilmda. Lekin uni ketma-ketligini qanaqa ta'riflab berasiz? Bitta keys aytmoqchiman shu joyda. Boyagi olish berish qonuniga to'g'ri keladigan. Biza bir krugimiz bor. O'sha krugimizda bizneslaydigan ayollar yig'ilib turamiz. U yerda noila ham bor. Keyin shunaqa qilamizki, o'sha bekorchi gaplashmaslik uchun har bir ayol, o'sha har yig'ilganimizda bitta ayol bitta kitob o'qib keladi yo bitta yangilik olib keladi, o'rganish qilib keladi. O'sha yerda hammaga shu narsani aytib beradi. Shu uchrashuvlarimizdan bittasida Noilaga navbat kelib qoldi. Noila o'sha Jonkeyxonni bitta kitobni o'qib keldida, keyin biz hammamizga shunaqa bitta katta insight berdi shu qiz. Siz o'zi aytib berasizmi? Aytib beraymi? Yo'q, aytib beraman. Chunki sizdan yaxshi bilaman. Endi shu yerda aytmoqchiman. Anglash sizda kuchli bo'lganda bularning fikrlarini. Ha, keyin o'sha Jonkeyxonni bir kitobida umuman buyuk insonlarning kitobini har doim o'qish kerak. Ulardan baribir nimadir olamiz. Va o'sha joyda aytilyaptiki, sen o'zing bitta maqsad qo'yasan. Misol uchun bir narsaga erishmoqchi bo'lsang, mana bu narsaga erishmoqchiman deb maqsad qo'yding, u maqsad kattaroq bo'lishi kerak albatta. Va o'sha maqsadga erishish uchun 3 ta qadam bajarasan. Birinchi qadami xuddi o'zingnikiga o'xshagan insonni, maqsadli insonni topasan. O'sha bizning shogirdlarimiz. Masalan, O'shanga sizday bo'lay deb keladi-ku, sizday bo'lmoqchiman deb keladi-ku, aynan. Ana shunday insonni topasan. O'sha insonga sen shu kungacha qaysi nimalardan bosib o'tganing, qanaqa natijalar bo'lganini hech narsani sir asror qilib bekitmasdan shunchaki pulsiz, hech qanaqa kutuvlarsiz unga berasan, o'rgatasan shuni. Endi ikkinchisi maqsad qo'y, o'shani maqsad qilasan edi, bizni berasan va har kuni kechqurun uxlashingdan oldin o'sha insonni seni darajangga chiqqanini tasavvuringda o'ylab uxlaysan. Chunki uyqu bilan uyg'oqlik o'rtasidagi trans holat bo'ladi-yu, hali uxlamayapsiz, chunki hali o'sha sostoyaniyada seni hamma niyatlaring amalga oshadi. O'sha niyat seniki bo'lishi kerak emas, o'sha insonga nisbatan bo'lishi kerak. O'sha inson erishishi kerak mendan oldin. Bo'lishi kerak va uchinchisi shu insonni shu darajaga chiqishi uchun qo'lidan yetaklab olib chiqasan va o'shanda senga borliq deyiladi. Endi Jonkeyxo'da ularda borliq, psixologiyada borliq deyiladi, lekin aslida bizda Alloh seni shu darajaga yetishingga yordam beradi. Sen yana o'sasan. Yana o'sha maqsadingga erishishga. Shogirdga ravo ko'rganing uchun. Beg'araz bo'lish kerak. Bu Michael Roachga. Michael Roach. Michael Roach. Ограничка алмаzi degan kitobida o'sha 4 ta qadam biznes, ya'ni bu yerda siz biznes haqida, pul, marketing haqida emas. Bu yerda qanaqa qilib berish, ya'ni siz o'zingiz nima xohlayotgan bo'lsangiz, Oydin opam aytgandek, faqat bu beg'araz bo'lishi kerak. Bu hech qanaqa pulsiz. Masalan, bizda просто от души kerak bo'lsa, o'zingiz telefon qilib yaxshimisan, ahvoling yaxshimi? Chunki ko'pchilik xijolat bo'ladi, hadeb bezovta qilib so'rashga. Kerak bo'lsa o'zingiz telefon qilib yaxshimisan, nima bo'lyapti? O'shanda u ochilar ekanda. Juda ko'pchilik masalan o'tish jarayonida, ana shunaqa jarayonda hadeb bezovta qilgisi kelmaydi, bilasizmi?
mayli o'zini ham mingta tashvish bor, yana meniki ham ortiqchamidi. O'sha paytda просто siz aloqaga chiqishingiz kerak. Chunki haqiqatda shuni xohlayapsizmi? Bu judayam ishlaydigan metod. Yana bitta qoidani aytib o'taman. Shu yerda ustoz shogird o'rtasida hech qachon men ustozman, o'zing menga kelish kerak degan kibr bo'lishi kerak emas. O'zimda man yana bitta narsani aytaman. Hamma ustozi vazifasi o'ziga o'xshatish kerak emas. O'ziga o'xshaydi. O'zi zo'rda, har bir inson mukammal. Qanaqadir patolog chegaralab qo'yamizda. Men aytaman, o'zingga o'xsha. Mana shu odam o'zini anglab olgandan keyin to'xtatib bo'lmaydi. Bizda juda ko'pchilik holatda odam o'zimizni qanaqa kuchli ekanligimizni ayollar bilmaydi. Faqat chegaralab qo'yaveradi. Yo'q, o'zingni top, davay, ko'chirma hech narsani. O'zing nimani xohlaysan, ichingdan nimani chiqarmoqchisan, chiqar. O'zing bo'lsanggina natija chiqadi. Masalan, hozir brendlar juda ko'pda, yangi ochilyapti, aytaylik, tikuvchilik, lekin bilasizmi, hammasi eng zo'rlar bor, to'pvoy ko'chiradi. Bir 10 ta to'pvoy bo'lsa, ko'rasiz, bu o'zi kimligini bilmaysizda, ko'chirilgan tortmaydi boyagi stranitsada. Lekin oddiy o'zi bo'lib, bugun mana 3 metr material olib keldim, o'zimga qanaqadir ko'ylak qilmoqchiman deb oddiy gapirib chiqsa, odamga tortadi. Chunki o'zi hech kimdan o'zidan bir narsa yasagani yo'q. Mana shu yangi ish boshlayotganligim maslahatim, o'zingiz chiqaring. Qanaqa bo'lsa ham, qing'irmi, qiyshiqmi, o'zi olish jarayonida odam rivojlanib ketaveradi. U ko'chirish birdan ideal hech narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi bu narsa, juda ham qiyin. O'xshamagandan keyin sinib ketishadi shu yerda. Lekin o'zi bo'lsa, bu o'zi-ku, o'sish jarayonida o'zini chetdan kuzatish. Odam o'zi bilan o'zini solishtirish kerak har doim. Boshqalar bilan emas. Har solishtirganda rivojlanadi. Har bir haftada. O'zini aybini ko'ra oladida chetdan. Har bir oyda o'zi bilan o'zi. Qanaqa edim bir oy oldin, hozir qanaqaman? Qanaqa vazifalarni bajaryapman? Boshqalar emas. Bizda mana shu yerda juda ko'pchilik chalkashib ketadi. Man bir narsani aytmoqchiman hozir marketolog sifatida. Endi o'zimni kasbimdan kelib chiqib, oldin luxury hayotlar, juda ham premium klassdagi ideal sahnalashtirilgan narsalarni odamlar havas bilan kuzatardi-da, trendda bo'lardi. Lekin mana shu yil 2026-yil oddiylik trendda. Ya'ni qanaqa uyingizni qanaqa holati, o'zingizni qanaqa holatingiz, ishingizni qanaqa holati, hozirgi holatingiz bor. Hamma o'zini bir izumikasini ko'radi-da. O'sha narsa aytaymi? Bunaqa trendlarga ishonib qolish kerak emas, o'zi bo'lib qolish kerak. Kimdir luxury hayotni ko'rsatib maza qiladi. U o'zidan oddiy inson. Endi bu Maslow piramidasidagi daraja. Masalan, Maslow piramidasini o'qigan bo'lsangiz, o'sha yerda Maslow piramidasi kстати, dunyo bo'yicha universitetlarda qo'llaniladi. Mana shu insonlarning yashash darajasida sizni darajangiz bor. Masalan, yashab bazaviy qatlam deymiz, yashab qolish uchun kurash. Boyagi menga sayohat kerak emas, menga pul kerak deb aytadi. Ular hali mana shunday insonlar hali bazaviy qatlamda, ya'ni yashab qolish uchun kurashda, endi qo'pol qilib aytganda. Ana undan keyingi qatlamda ana ro'zqishni ko'rsatish, bu siz aytayotgan narsa. Ana undan keyingi etap bu o'zini bilimiga investitsiya qilish. Samaralizatsiya deymiz. Samaralizatsiyaga chiqqan insonlar siz aytayotgan narsani tushunadi. Ya'ni men bilimimga investitsiya qilaman, men bilim olaman va men hayotimni yaxshilayman degan insonlar bor. Endi insonlar bor, hali ba'zi qatlamdan chiqqanda yangi bitta olgan Hermes sumchkasini yo bir Dolce Gabbana tuflisini, sumkasini ko'rsatishga harakat qiladigan yoki restoranda yeyotgan ovqatini ko'rsatish. U davr o'tdi. Boya qizlar aytganda, u davr o'tdi. Endi hozir juda ham ko'p ayollarimizda samaralizatsiya boshlandi. O'zini o'zi isloh qilish, o'zini menini topish. Mana marketolog sifatida o'zingiz ham bilasiz-ku, baribir o'sha bilimga odamlar, ayollarimiz pul tikishni boshladi. Lekin anoda gapingiz to'g'ri, lekin bitta narsa, kimdir o'zini oddiy ko'rsata olmaydi. Ming oddiylik trend bo'lsa hamchi, uni o'zi shunaqa niqobda yashaydi. Yo'q, просто o'sha hashamatdan o'zi maza qiladimi? Bu maza искренний bo'lsa, o'sha maza qilish, siz kuzatasiz uni. Bu yasalmaganda, u o'zi shunaqa, asli uni hayot tarzi shunday. Lekin yasalgan narsa trenddan chiqib ketaveradi. Bo'ldi.
trend, bu o'zgaraveradi. O'shanda yasamasdan odam o'zligicha qolsa bo'ldi. Man Diyor Usmonovani oxirgi videolarini ko'rganimda akkauntdan chiqolmay qoldim-da. Hashamati bor, lekin o'zi oddiy chiqyapti-da. Ichidagi ham so'zlari, gaplari, shevasida gapirishlari. Biz shunaqada, mana er oldinda ketamiz, orqada ketamiz, mensimaydi, qo'l ushlashmoqchi edi, mana otasiga o'xshaydi bolasi deb oddiy shevada chapanicha gapirgan, lekin odam ko'rsa xuddi o'zini hayotini oddiygina ko'rgandek bo'ladi. Bizda ham erlarimiz hammaning, masalan, men turmush o'rtam hech qachon men videolarimga tushib bermaydi. Yalinsamamda. Bilamiz, lekin turmush o'rtog'i bilan qo'yilgan videolar tezroq ommalashadi. O'sha aytmoqchi bo'lganim, Noil opam aytayotgandek, laksheri hayotda ham o'zini izuminkasini ko'rsatadiganlar bor. Oddiy, O'zini ko'rsatadi-da. o'zini. Ko'rasiz, voy, shunaqa inson shunaqa samimiymikan deysizda. Demoqchi bo'lganim, baribir shu narsa kerak ekan. Ya'ni hozir hamma o'zini anglab ko'rsatadigan va o'zini rivojlantiradigan etapga keldik. Sizlarga bitta savolim bor. Kim oxirgi marta investitsiya qildi o'zini bilimiga va qancha summada ayta olasizmi? Noila ham gapirsin, siz boshlang. Bizdan cho'ta ikkalamizdan gap tugan. Sizlarda yaxshi insight olyapman mana. Biz ham eshitaylik. Qo'dirma. Qala. Siz uni qilmayapsiz. Olib ketyaptilar. Yaqindagina qilim shu narsani investitsiya, chunki har doim komanda bizani ketimizdan ergashadimi? Demak, bir qadam oldinga yurishimiz kerak. Bu uchun miyamiz uchun investitsiya qilib turishimiz kerak. $5000 investitsiya qildirdim yaqinda miyam uchun. Nima qilib oldingiz? $5000 O'shani to'lovini qildim. Haligacha mana endi Xudo xohlasa sayohatdan kelganimizdan keyin boshlaymiz. Chunki sayohatdan kelib yana sayohat boshlanib qolish o'rta ichida viloyatlarga chiqishim kerak edi. Darslikni inshaalloh boshlaymiz Xudo xohlasa. Qaysi nima soha bo'yicha oldingiz dars? Shu Yana biznes ayting. borasi bo'yicha. Biznesda o'sish bo'yicha zo'r. Biznesni rivojlantirish bo'yicha. Endi meniki oxirgisi deb so'rayapsiz. Meniki juda kichkina, uni oldida $178 siz anaqa bitta kurs sotib oldim. Meniki umuman kichkina ekan. Bemalol. Endi o'zi masalan 5000 ga hali kurs olmaganman-ku. 1,5 3000 eng katta olgan o'zim soham bo'yicha olgan kursim 3000 bo'lgan. Lekin endi mayda-mayda ko'p olinadi. Lekin oxirgisi siz aytganingizdek, ana qirg'iz qizniki Asal Sadiqovani $178 ga shu kursini qiziqib, voy skidkalarga qiziqmayman o'zi. Skidka oling qilishuvdi. Oldim, lekin judayam ko'p narsa oldim. O'sha bir $10,000 ga loyiq bilim oldim deb o'ylayman-da. Informatsiya oldim. Shu darsda masalan 2 oy o'qigan bo'lsam, yaqinda tugadi. 2 oy ichida shu keyingi darsini kutardim-da. Ertalab 5 ta bo'lardi. 5 ta turmagunizcha qo'ymaydi. Turmadingmi, darsdan chiqib ket bo'ldi derdi. Onlaynda bo'lsa ham shunaqa stroq. Endi biz o'qituvchi odamlarmiz, hamma narsa biz uchun qonun. Shunday ertalab soat 5 ta turib o'tirib darsini ko'rardim. Aynan o'sha nimani biznesni boshqarish aytganingizdek va biznesni boshqarish ham emas, moliyaviy savodxonlik sizda bo'lsa, bir sizni chaqirib konsultatsiya qilib bering meni deb aytgan edim. Imенно o'sha yo'nalish bo'yicha men o'zimga juda katta bilimlar oldim, juda ham katta insaytlar oldim. Bilgan narsangizni aytsa ham, lekin o'qituvchi ustozdan boshqacha eshitiladi-da. Ichingizdagi savollaringizni taxlab javobi bilan berayotgandek bo'ladi-da. G'oliba? Men to'g'risi ko'proq kitob o'qiyman. Men hozir o'qiyotgan kitobim G'azolini Mukoshafatul Qulub kitobi. Juda katta insight olaman har safar. Chunki kinetik odamman. Ushlashim kerak. His qilishim kerak. Men video, audio ko'ra olmayman. O'shaning uchun ko'proq kitob. 1,5 million so'mlik kursim bor. Har hafta offline boraman. Lekin juda ham kuchli anglasha olaman. Menga summa emas, oladigan ma'noyim, judayam ma'lumotim judayam qiymatli va judayam ko'p tekin, juda qiymatli ma'lumotlarim tekin olganman odamlardan. Endi buni ham aytanadi o'ylaydi. Buni ham qilishni bilish, olishni bilish kerak. Mana ushlab qolish. Qancha o'zlari bilmaydilar. Qancha Onasiga qo'yingda ham. yo'q. Mana shu joyda xatoyingiz Aytib ketadigan inson bor. Men просто judayam
tushuntirib berishlari, "Opa qanaqa bo'lyapti, qaysi kursda?" desam, chotki anaqa qilib qo'yadilar-da. Bilasizmi, sizda shunaqa qobiliyat bor. Opisaniyani zo'r beradi. Opisaniyani, Ma'lumotini berib ma'lumotni kerak emasdi. и mana shu ishlaydi-da menda. Olimlar, lekin uni ham masalan nechta odamga gapiraman o'sha odamlar ichidan bitta masalan o'sha arxetiplarga kelganingizda ham bitta konsultatsiyani men nechta odam konsultatsiya qilaman. Masalan har kuni 2-3 ta qilaman-da. Mana shu kungacha qancha konsultatsiyalar bo'lgan. Lekin Noila bittada chiqib ketdi. Biz orada qancha ko'rishdik? 2 oymi? 2 oydan ortiq vaqt o'tdi oradan. Keyin aytyaptiki, o'sha konsultatsiyadan keyin men siluet basic liniyamni ochdim, deyaptilar. Ya'ni o'zini ichidagi o'zini qobiliyatini, arxetipini bilib olgandan keyin qarang-da, o'sha yo'nalishni ochib, ishga tushirib yuborgan уже. Menga bitta ko'ylak kelyapti sovg'aga. Sizga sovg'am bor, nimaga desa, o'shandan keyin shuni yo'nalishni ochib yuborganman hozir. Brend ochilishiga sababchi bo'lgan. Qarang-da, bu ham katta narsa-da deb o'ylayman-da. Bu olishni bilishda bu ham. Bu podkastdan ham nimaga bu narsaga men alohida to'xtalib o'tyapman. Ba'zi bir insonlar bo'ladi, hozir Noilib ham aytdilar-ku, men yo'l-yo'lakka ham olib ketaveramman, o'zimga kerakli savollarimga ko'p javob darslar tekinga. Aynan mana shu podkastda ham ko'pgina ayollar yoki biznesdagi insonlar ichidagi qo'rquvi, ikkilanishi, o'ylovi bo'lib turib, lekin oldingizga kela olmasligi mumkin, konsultatsiya ola olmasligi mumkin yoki qayerga borishi bilmayotgan bo'lsa, mana shu podkast orqali ham anglashi olish uchun savollar berib boryapman-da. O'shaning uchun ustozlik nimasini ozgina ochishga harakat qilmoqchiman. Shu yerda bitta agar aytib ketsam bo'ladimi? Eng katta bir olgan insightim, buni yozganman men, lekin aytilmaganda. Mana shuni agar qarshilikda bo'lmasa, bemalol. Sizga ayting. Mikrofon sizda. Bu gapirgani keldingiz nimadan? Yo'q, bilasizmi, biz anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Gap bu. Gapdagi unaqa bo'lmaydi. Dusherniy bo'lmaydi. Mana ikkalamiz to'qnashgan paytda iskra chiqib ketadi tepaga. O'sha iskradan shunaqa anaqalar keladi, ikkalamizga ham bilim, g'oyalar, yangiliklar. To'xtab turganimda nima insight beradilar-yu. O'sha ham ikkilanishim yo'q qo'yaveradida, yana ketaveradida, energiya kelaveradi. Unaqa qilsam bo'lar ekan, unaqa qilsam bo'lar ekan degan. Sraz aytadilar, uziling. Ma'lumotga fokus qiling. Tekinga olgan insightim. Turkiyaga birinchi borganimizda, hech esimdan chiqmaydi. 1,5 yosh qizim bor qo'limda. Xo'jayinim ham so'ragan, boyagi tekstil ishlayotgan, anuga borasan. Aksarayga borasan-da, shoxda shundoq metrodan tushganingda bitta otel bor, o'sha yerga kirasan. Xuddi Turkiyaga kelib yurgan odamdek biz o'zimizcha metrolarga o'tirib kelgan soat kechasi 1,5 otel yo'q-da. Bu otelga kiramiz, joy yo'q. Bu otelga kiramiz, soat 3 bo'lib ketgan qo'limizda bola. Keyin bitta otelga o'sha yerda hozir o'sha kechasi bo'lgani uchun shu otelni qaytib topa olmadim-da. Shunday borib qoldik. Keyin bitta odam kutib oldi. Shunaqa xizmat ko'rsatyapti, joylarni topib berdi, bolamizni ko'targan narsalarimizni chamadon bizagacha xizmat ko'rsatyapti-da. Keyin biz uni o'yladik, xizmatchi odam. Keyin bugunisiga endi zavtrakka tushganda xo'jayinim rahmat, ishchisi bo'lsa kerak, qo'liga pul beraman deb borganda aytgan. Keyin bilganki o'sha yerda endi men suhbatda bo'lmaganman, bu otel xo'jayini ekan deb. Keyin aytgan, "Voy, xo'jayin ekansiz, nimadir" deganda, "Men xo'jayin emasman" degan. Men bu Allohniki. Bu yerda qanchadir odam ishlaydi, men qorovulman. O'shalarning rizqini o'ziga yetkazib berishga. Men prosta qorovulman, men xo'jayin emasman degan. Mana shu narsa уже shunchalik singib, уже nima desam, shiorga aylanib ketganda, men hayron qolganman. Ko'zimga yosh keldi. Yo'q, reально. Buni tan olishchi, bu narsani tan olish. Men xo'jayin emasman deyish. Men degan narsa yo'qligini, bu men prosta bular uchun ishlayman. Men hisob-kitob to'g'ri borish uchun bu hamma narsa Allohdan deb shunaqa endi erim qotib qolgan. Biz endi birinchi marta boryapmiz, o'zimizcha menmiz-ku biz endi. Og'zimiz o'chib, o'shanda davom ichimga tushib ketganda, juda katta dars olgan. Juda katta. Yana o'zlarini pozitsiyasini tushuntirib, qorovulman, rizqi yetib borishiga. O'sha narsa haqida men yozuvdim.
O'shanda menga O'qidim 2000 men. ta odam qo'shilgan. Yo'q, o'qidim men o'sha yozganingizni o'qiganman. Da, buni aytib bermaganman. Juda hozir endi dars borasida Agar menga kelganda. agar hamma shunaqa pozitsiyaga o'tsa, ya'ni o'zini ish faoliyatida o'zini shu rizqi yetkazib beruvchi e, Bu da- sababchiman deb tursa, u juda katta ko'rdikda, narsa. tushunyapsizmi? Qanaqa xizmat qilishi mumkin. Yolg'on ham emasda, endi Yolg'on isbot emasda, bo'ladi. bu katta odam ekan. Aslida bizda endi tasavvur qiling, biz kamdan kam holatda ko'rasiz-ku bu To'g'ri. narsani. Ana miyaga Miya beradigan Ha, undan- insaytda mana shuni hamchi olish bor. Shu masalan ololmasdan xo'jayin ekan endi o'zini ataylik uchun yordam bergandi deb ham ketish Yo'q, mumkin yo'q, edi, yo'q. qarang. Yo'q, Deyish unaqa mumkin, unaqa deyish deyilmadi. mumkin edi. Lekin Ha. hozir man eshitolmadim, man o'zimga agar kasbingga va ishingga, biznesingga shunaqa pozitsiyaga o'tsang, Da. eng to'g'ri nimasi Bizga bo'ladi. o'shanda qanaqa bo'lishimiz kerakligi ko'rsatilgan deyman. Shuni. zo'r Hech javob. bir narsa shunchaki Da. bo'lmaydi-ku. Ana shu Saidmurod Davletov ham aytadi-da, bugun sen miyang uchun pul tikmayapsanmi, xuddi ekilmagan yerga o'xshaydi. Bugun sen o'sha kerakli bo'lgan o'sha mevangnimi, o'sha daraxtingnimi, qanaqadir o'simlikmi ekmayapsanmi, demak u sen xohlamasang ham o'sha yerga u chiqadi. Lekin o'shanga mehr bermasang ham chiqadi. Lekin begona senga keraksiz bo'lgan o'tlar o'sib chiqadi deydi-da. Bu demak negativga o'xshatganda. Shuning uchun bugun negativlardan qutulishimiz uchun ham, yaxshi hayotimizga farovonlik olib kirgizishimiz uchun ham miyamiz uchun baribir vloyeniya qilishimiz kerak ekan. Qarang, so'z bo'lib ham kirib kelaverar ekan, yo'lingizdagi voqealar ham sabab bo'lib kelar ekan, kitob orqali, ilm orqali, kurslar orqali. Bu juda katta Mana shu nimada podkast o'zgarish. Podkast orqali. Hozir podkast orqali bo'lib qoldi. Endi masalan, boya siz aytganingizdek, kimdir o'sha vizual, kimdir eshitib, kimdir his qilib bilim oladida. Masalan, meni qo'limga bir kitob tushib qoldi. Bir nima kniga magazinga borganimda Ilon Maskning onasi May Maskni "Женщина, у которой есть план" degan kitobini oldim. Olib keldimda, endi u bir necha yil oldin, u paytlar endi fikrlash boshqacha, hozir boshqacha albatta. Keyin o'qishni boshladim. O'qishni boshlayapmanda, o'sha yerda yozyapti. Biz nimadir voqealarni yozgandan keyin biz o'sha paytlarda, yosh bolalik paytini yozyapti. Shaxsiy samolyotimiz bo'lardi va shaxsiy samolyotimiz bilan uchib, bir haftada bir marta Kanadaga qayergadir borib kelardik. Yana bir ozgina bir varaq o'qiganimdan keyin yozyapti. Bizni qo'shnimizda shaxsiy samolyotlari bilan palon joylarga borib kelishardi. O'sha gap orasida shu narsalar yozilgan. Keyin 2-3 varaq o'qigandan keyin miya sekin nima qarshilik qiladi-ku. Aytyapman-da o'zimga o'zim. Bu ayollarni samolyoti bor. Bularni ozgina bo'lsa ham menga o'xshaydigan jihati bormikin? Bizda yo'q-ku, biz atrofimizdagi odamlarga. Lekin bu ayolni qanday men nimadir olishim mumkin? Qandaydir o'zimga nimadir olishim mumkin? Bu ayol umuman boshqa inson. Bu ayolni yashash hayotiy tarzi boshqa, meniki boshqa-ku. deb menda yo'q-ku o'sha yoki samolyot yoki yaqin ham emas-ku hattoki deb ozgina o'qidim-da tashlab qo'ydim. Qanchadir vaqt o'tdi-da, yana boshladim o'qishni. Yana o'qishni boshlaganimdan keyin endi boshqacha insight kelishni boshladi. O'sha yuqori tabaqali boy insonlar qanday fikrlashi menga qiziq bo'lishni boshladi. Ular qanaqa fikrlaydi? Mana boy insonlar qanaqa fikrlaydi? Hozir endi zamon anaqa o'zgaryapti-ku. Birdan quyi pog'onadan bitta yuqori pog'onaga o'tib ketyapti odamlar. Mana shunday pog'onaga o'tayotgan paytda insonlar o'zini qanaqa tutadi, pulini qanaqa boshqaradi, bolalarning tarbiyasini qanaqa beradi deb o'qib shunaqa o'zimga bitta katta insight oldim. Shu bitta joyida aytayaptiki, Ilon Maskning 5 tami farzand bo'lgan ekanda. Uyda o'zi ona ovqat pishirayotgan paytimda dadang kelishidan oldin, ya'ni otang shu Ilon uyga kelishidan oldin tayinlab qo'yar ekanda, kelganda birinchi o'zingni muammoyingni yoki o'zingni kuningni gapirmaysan. Birinchi otangni kuni qanday o'tganini so'raysan. Ya'ni biz o'rganganmiz o'zimizni qandaydir masalan uyga kelsa ham, "Voy, adasi bunaqa bo'ldi, bugun palonchi arenda kelib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi", o'zimizni gapirib ketamiz-ku. Yo'q, insonga u haqida qiziqish muhimligini, farzandlarga o'rgatish muhim ekanligini masalan bitta inson tushunib yetganman-da. Masalan, mana shu bizni kuzatayotgan ayollarimiz orasida ham, misol uchun, agar siz atrofingizdagi insonlar bilan qiziqsangiz, birinchi o'rinda ularning fikri bilan, boya siz aytganingizdek negativ emas, bir joyga borib negativ eshitib keldim emas, o'sha turmush o'rtog'ingizni
kunini qanday o'tganini yoki onangizni yoki akangiz yoki singlingiz, opangiz yoki farzandingiz kuni qanday o'tgani bilan qiziqsangiz, unga bu narsa qiziq bo'lib, yanayam siz bilan munosabati yaxshilanar ekan. Yaxshi munosabatdan baraka keladi oilada albatta. Shuning uchun hech qaysi narsa sizni qo'lingizga tushsa yoki kitobmi yoki mana qanaqadir voqealarmi, o'shani o'tkazib yuborish kerak emas ekanda. O'sha narsa bekorga menga kelmadi, men o'shandan nimadir olishim kerak ekan degan bir fikr bo'lishi kerak ekanda. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat. Sizda Noila opa, sizda nima juda qattiq esingizda qolgan va har safar o'shani eslaganingizda anglash yoki motivatsiyangiz kuchli bo'ladi? Va yana bitta narsani bilaman, mana hozirgi kunda ko'proq ayollarimiz mana uyga o'tirgan ishlaydigan insonlarda ham nima nima insonni barakasini qochirishi yo bo'lmasa mana bitta inson aytganda, "Ana kel, 7 ta insonni ro'yxatini yoz. O'sha yerda san bir oyda qancha pul topishingni aniqlashtirib beraman-ki, o'shalarni ro'yxatini yozganingda necha pul topyapti ular, o'shani ko'rib chiq" deganda o'sha narsani qilganimda o'zimda aytganman, demak men kurugimni o'zgartirishim kerak ekan. Yo ular bilan gaplashib olib, ular fikrlashini boshqacha qilishimiz kerak, yo o'zim boshqa insonlarning kurugini o'zgarishim kerak ekan degan narsaga kelganman-da. O'shanda bir narsani aytganman, o'sha gaplashib yurgan kurugimdagi insonlarga aytganman. Demak, keling bugun hayotimizdan nolib emas, bugun o'sha qorong'ulikni yoritish uchun hech bo'lmasa bitta sham yoqishni bilishimiz kerak ekan biza. Demak, o'sha shamni yoqqanimizda yorug'likni ko'ryapmizmi, hayotimizni o'zgartirishimiz uchun harakat qilish imkoniyat borligini ko'ryapmiz. Kimdir bizaga qilib berib, Oydin opam aytganlariga o'xshagan, kimdir bizani hayotimiz kutib yashash kerak emasligini o'shanda anglab nima qilganman, o'sha ro'yxatni qiling degan paytida anglaganman. Demak, kurugimni o'zgartirishim kerak, o'sha insonlarga yo'l ko'rsatishim kerak degan narsani anglaganman-da. Hozir mana behudadan behuda emas ekan, vaqtim ziqida, lekin bularga aytyapman, nega uchgan, nima uchun oldinroq nima qilmadingiz birgalikda? Endi mana siz haqingizda ham ma'lumotga ega bo'lmaganman, 2 marta bular bilan ko'rishdim. Lekin hozir behudadan behuda mana sizlarni ham og'izlaringizdan chiqayotgan gaplar shunchaki emas. Demak, men ham anglashim kerak bo'lgan, eshitishim kerak bo'lgan shunaqa yaxshi ma'lumotlar beradilar. O'zim uchun juda ham ko'p insight oldim. Judayam ko'p oldim. Ikkovlaridan ham zo'r insight oldim. Shunaqa. Samimiyatda yana beg'ubor ketadi. Samimiy masalan o'sha suhbat o'zingiz mana kamera ortida emas, o'zingiz qanday suhbatlashsangiz mana shunday bo'lsa, haqiqatdan ham odamlar eshitadigan bo'ladi. U rolga kirib gapirish, tayyorlanib qog'ozga u o'tib ketdi u zamon. Nima deydi, diktorskiy zamonlar o'tib ketdi deymanda. Shu o'rinda yana bitta narsa aytmoqchiman. Meni kasbimni o'zgartirishimga bitta sabab bo'lgan bitta voqea bo'lgan. Shu voqeani juda ham ko'p ayollarga masalan hozir kasbimni o'zgartirmoqchiman yoki men qanday nimadan boshlashni bilmayapman yoki umuman nima ish qilishni bilmayapman deydigan ayollar uchun aytsam, menimcha sizlarga ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. O'qituvchi bo'lib ishlab yurganimda oxirgi yillarda 18 yil ishlaganman. Shu oxirgi 3 yilda juda ham qattiq kasal bo'lishni boshlaganman. Kasal bo'lishni boshlaganman. Yoshman, hali 30 dan oshgan bo'lganman. Lekin belimda grija, bo'ynimda grija, yana 2-3 ta protruziyalar, bir narsalar, qo'lim bir tarafi siqib qoladi, mana bunaqa og'riydi, qimirlamaydi, lecheniya olaman har 6 oyda, oshqozonim gastrit, 20 yillik gastrit har bahor kuzda qo'ziydi, больницаga borib yotaman, doktorlar hayron, sen yoshsan. Keyin bitta nevropatologga borganimda aytganki, "У тебя муж есть?" "Ha, bor." "Bolalaring bormi?" "Bor." "Ering pul topmaydimi?" "Ichadimi?" "Yo'q, ichmaydi, pul topadi, yaxshi hammasi." "Ota-onang bormi?" "Bor." "Opa-ukang bormi?" "Bor." "Ishing bormi?" "Bor." Hamma narsa. "Sen nimaga kasal bo'lasan?" dedi. Men aytdim, "Bilmayman endi, tanada endi kasal bo'ladi deganman-da endi." Desam, aytganki, "Bitta palonchi degan psixolog bor" degan. Shu psixologni oldiga bor degan. U paytlar psixolog degan gap yo'q hali, bundan bir 10 yil, 12 yil oldin. Kelgan, men aytganmanki, "Nima qilaman psixolog oldi? Men psix bo'lmasam, bizda shunaqa tushuncha bo'lgan-ku, psixolog bo'lsang, psix bo'lsang borasan" degan. Sekin, "Yo'q, sen fikrlashlaringni o'zgartirishing kerak" degan. Shu ayol qarang, birinchi marta bitta konsultatsiyasiga kirganman. Shu ayol shu dori-pori yozmasdan shunaqa maslahat bergan. Keyin adresini olganman, telefonni olganman, borganman. Yozilganman, kutganman, borganman. Endi o'qituvchi odamman. Borganman, kartada pul bor, plastik kartamda pul bor. O'sha payt 60 ming so'm konsultatsiya. O'ylab borganman, 60 ming beramanmi hozir bunga deb. Keyin borganman shu psixolog oldiga, keyin aytganki,
ozgina suhbat qilganda, gaplashganda keyin aytganki, "Sen o'zingdan ichingda o'zingdan недовольныйsan" degan. Keyin men aytganman, "Nega недовольный bo'laman? Hech qanaqa недовольный emasman. Hamma narsam joy-joyida meni" desam, keyin shunday doskasiga chizgan. A nuqta, B nuqta qilib chizgan. Sizga aytib berganman. Keyin o'sha A nuqtadan B nuqtaga qarab ketyapsan degan. A nuqta tug'ilishing, B nuqta yakuning. Shu o'rtada qayerdadir turibsan. Shu o'rtaga bunday chizgan, meni qarab turibman. Endi qara deyapti. Mana shu tepaga ketishing uchun deyapti, senga yo'l qo'ymayotgan narsa bor. Bu seni ichingdagi o'zingdan bo'lgan noroziliging, ya'ni xafagarchiliging. Bundoq qop chizgan orqamga. Qop chizyapti-da, aytyaptiki, "Mana shu qopni ko'tarib ketyapsan hozir" degan. O'sha o'qituvchiman, men nimaga bu yerda ishlayapman, menga bu kasb yoqmaydi, dars berish yoqmaydi, men hali qancha ishlar qilishim mumkin, meni kuchli potensialim bor. Mana shu narsalar ichingdagi energiya chiqishiga yo'l qo'ymayapsan o'zing degan. Endi qachon tepaga chiqasan? Qachonki o'sha qopni tashlab yuborsang. Endi u qop turibdimi? Chizib ko'rsatyapti. Maydagina bir muammo bo'lsa ham, ering bir narsa deb urishib qo'ysa ham qopingga solasan, bolang bir narsa deb qo'ysa ham qopingga solasan, qaynonang nimadir deb qo'ysa ham qopingga solasan, u qop kattarib ketaveradi. U tepalikka sen chiqa olmaysan degan. Ya'ni o'sha yerga bir maqsad qo'ygan bo'lsang, masalan, bir Dubayda meni uyim, villam bo'lishi kerak degan bir nima qo'ygan bo'lsang, maqsad qo'ysan, sen u maqsadingga chiqa olmaysan. Nimaga? Chunki sen orqangdan qopni ko'tarib yuribsan degan. Qopni shundoq ustidan chizib tashagan, kesib tashagan, tasavvur qil, bu qop yo'q. Endi uchib chiqib ketasan maqsading sari degan. Shundan keyin u gap menga ta'sir qilmagan. Qarab turganman, nimalarni chizdi, o'zicha bir narsalar qildi, 60 mingimni oldi, chiqarib oldi deganman, ketganman. Hozir kuchliroq narsa aytasiz. Kechasi bilan uxlolmayman-da. Kechasi bilan uxlolmayman, chunki miyamda cho'k ochilish bo'lgan, meni potensialim yuqori. Ungacha men o'ylamaganman ortiqda. Meni potensialim yuqori ekan, men o'zimga chegara qo'yib, tanamni kasal qilyapman degan narsa. Shundan keyin miyamga o'sha virus tushib, yaxshi virus, ya'ni tushib boshlaganman, izlanib, onlaynda nima shkola topib, yerimdan bekitib, boshqa qilib, o'qib, onlaynda o'qish degan narsa ular u payti yo'q edi. Yangi kurs chiqsa siz o'qishsiz. Yangi kurs chiqsa men o'qirdim. Srazu o'sha boshlab o'qiganman, keyin qanchadir vaqt o'tdi, o'sha mutaxassis bo'yicha ishlashni boshladim, kollejdan chiqib ketdim, boshqa bo'ldim. Bir kun xo'jayinim aytyapti, "Grijing og'rimayaptimi?" Meni grijam bor-da deyman. Yo'q. Oshqozonim buxor keldi, cho'tib qo'zg'amayapti. Yo'q. Shunaqa qilib sekin-sekinlik bilan umuman har qanaqa kasallik, har qanaqa tanangizdagi og'riq, yo bir bilmayman, ichingizdagi negativ hamma narsa siz o'zingiz xohlayotgan ishni qilishingizni boshlashingiz bilan, o'shani sizga kelayotgan energetikani to'smasdan, o'sha perspektivangizga qarab yurishingizni boshlashingiz bilan sizga Alloh ham yo'llaringizni ochib beraverar ekan. Shundan keyin u psixolog qaytib ko'rmadim, lekin o'sha menda juda katta insight qoldirdi shu holat, shu situatsiya, o'sha suhbat. 60 mingga rozisiz. 60 mingga hozir masalan o'shanga masalan 6 ming dollar ber desa ham, masalan o'zgartiraman hayotingni desa, masalan hozir qizlardan so'rasam, seni hayoting yaxshi tarafga o'zgarishi uchun qancha bera olasan desa, borimni beraman deydi-da. O'zimiz ham aytamiz shunday deb-da. Ya'ni yaxshiroq bo'lishim uchun deb, Xudoga shukr, mana hozir biznesim ham, sayohatlarim ham, munosabatlarim ham, farzandlarim ham, atrofimdagi insonlar ham, siz aytayotgandek, atrofdagi insonlarga juda ko'p narsa bog'liq. Shunaqa ekan. Baribir atrofdagi insonlar sizni fikringizga beradi. Biz bekorga biznes liderlar bilan uchrashuvlar qilib turmaymiz-da, baribir o'sha narsa har bitta uchrashuvdan insight olib kelib turishingiz ham bir katta narsa-da. Yana bitta narsa, qobiliyatingiz endi sizni maqtayman hozir. Hamma yangi qanaqa metod chiqsa, bularda eshitardim. Master kitlar qilmagan, o'qimay ishimiz qolmagan. Endi yutuqli tarafimi, kamchilik tarafimi bilmayman, lekin Qilmagan, qilib ko'rmagan ishimiz. U paytlari hali psixologiya hali hech kim bilmasdan, Shu narsalar yo'q edi. yo'q edi, lekin nima Bazani olishingiz kerak bo'lgan. Yo'q, men именно bular rekomendatsiyaga boraman-ku, pul to'layman-ku, men tushunmayman-da ularni. Bular aytsalar siz unda investitsiya qilmoqchisiz, oldindan oydin pulni to'lab qo'ying. yo tushunmayman yoki nima desam ekan, Ular yetkazib beradi. yetkazib berolmaydimi? Просто meditatsiyalarga borganman, birinchi marta aytib berganman. Uyalganimdan o'tirganman-da, qachon shu inson tugaydi deb, qachon tugaydi, rahmim 1 soat gapirganda yana. Men anaviga tusha olaman. U insonga rahmim kelyapti, shuncha shunaqa gapirib pul oladi.
Ya'ni tushunolmaganman-da o'sha narsaga. Siz shunaqa maqtagansiz. Hozir shunaqasi menga so'radim, birinchi uchrashuvimizda shunaqa bo'lgan. Kelardida ketardi keyin opa qo'ying siz gapirib bering shuni. Siz gapirib bering shuni. Yuring men sizga bitta kofe olib beraman. Men shunaqa arzonman kofe ichgandan keyin turaman man aytib beraveraman deb. Yo, o'sha meditatsiyalarda uxlab qolarini gruppa qilganlarni eslaysizmi? Tusha olmaydigan inson miyam uncha-munchaga o'tishmaydi-da. Ana trezvoy holatda eshitgim keladi. Qani haqiqatan tahlil, analiz ana berib yubora olmaymiz. Bilmasam. Siz uchinchi shaxs ko'p zo'r eshitar ekansiz-da. Men ham. Ha, uchinchi shaxs. Yoki kitob, yoki mana живой ko'rinib, Siz ko'z uchinchi ko'zga shaxsni tushib, tushuntirasizda, bilaman bularga. yo ko'z ko'zga tushadi. Mana qanaqadir taktil men ko'rishim kerak. Baribir, Mana ha. keyin ushlab ko'raman Natija o'sha. olgan anglashingiz. Da. Birinchi uchrashganimizda so'zingizni bo'ldim. Oydin opam kelib, Oydin opa, mana shu odam taniysiz, menga degan O'zbekiston reytingidagi любой odamni gapiring, hammasini taniyman. Kursini ham, o'zini ham, natijasini ham deganlar. Ha, yo'q-a degan. Samimiy ovoz ketdi. O'sha payt kam bo'lganda. Kam bo'lgan. Nima yangi chiqsa bo'lardi. Rossiyskilarni biz полный Rossiyani kuzatardik. Rossiyan, rossiyskilar. Nima Biroq endi men masalan o'sha italyanskiyda o'qiganman, o'shani tushunamda endi. Baribir o'sha hozirgi yutuqlarimiz ham baribir juda ko'p vaqt, bilim, pul baribir sarflanganda shunga. Qarangda, hozir mana gaplaringizni eshitib, hozir mana biz ham podkast eshitib o'tiradigan qizlarga aytmoqchimanki, rizq Allohdan. Rizq Allohdan. Hozir bizlar ming dollar, lekin rizq Allohdan degani bu o'qimaslik kerak degani emas. Bu xuddi o'tgan safar men o'zim ham bitta rizqchamda tushuntirib beruvdim. Hozir yana aytaman, bu xuddi rizq bu sahroga yog'ayotgan yomg'ir kabi, lekin u biza qo'yadigan idish bu bilim. Biza nima idish qo'yamiz? Biza stakan qo'yamizmi bilimimiz bilan yoki katta bir basseyn olib boramizmi? Bu bizlarni sarflagan bilimimiz bo'ldi. Biza hozir mana endi eslayapman-da, faqat o'qigan ekanmiz. Men o'qigan kitoblarimni aytib berardim. Bular o'qigan kurslarni aytib berardi. Ya'ni faqat Bilim almashinuv. Ha? Demak, o'zbekda anavi gapi to'g'ri ekan. Bizning xalqimizda gap bor. Qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi deydi. Bo'yi Noila aytdilar shu gapni. O'sha- Shuni o'zgartirishim kerak ekan deb mana bu ham ana insight, bu ham xulosa. Krugni o'zim ham ko'pincha o'sha shogirdlarimga, o'quvchilarimga ham aytaman-da, birinchi o'rinda o'zgarmoqchimisan, atrofingdagi insonlarni o'zgartir. Lekin opa bitta savolda, mana endi hozir men naryoqdan turib savol beryapman-da, u bechoralar hozir 1 million topib turibdi, qanday 10 ming dollarlik kurga qanday qo'shilishi mumkin? Qarang, o'zimizda shunday holat bo'lgan. Menda masalan bo'lgan, men kvartirada yashab turib uyim bo'lmagan. Kvartirada yashab turib, shu qo'shnilarimiz boy, badavlat, yaxshi yashaydigan, o'sha payt ana jip degan mashinalar bo'ladi, jiplar minib yuradigan qo'shnilarimiz bo'ladi. Shular bilan suhbat qilib, shularni gapiga qo'shilib, krugiga qo'shilib, o'shalar bilan borardim. Ularni uyida ko'rgan idish tovoqni nima bo'lsa ham oyliklarni yig'ib erimdan pul olib, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham shu posudalarni qarzga bo'lsa ham olib kelib qo'yib, ana o'shalarga intilardim-da. Mana shu ham intilish, ya'ni o'sha davriga loyiqman deyish ichingizdan shunday bo'lsa, loyiqman desangiz, Alloh o'shani sizga yetkazar ekan baribir. Yo'l ko'rsatib qo'yadi. Yo'l ko'rsatib qo'yadi. Men mana bu botqoqda o'tiribman, men chiqolmayman, u tozada botqoqda o'tirgan odamga u berilmaydi. Chiqaman degan odamga beriladi. Lekin shu yerda bitta narsani ham qo'shib ketaman. Menda razniy kuruklar bor. Har xili. Umuman bir-biriga o'xshaydi. Har xilidan har xil energiya olasiz. Har xildan har xil va har xiliga har xilman. Yaxshi moslashuvchan ekan. Yo'q, men просто aytdim-ku o'zim. Taroz emasmi? Anaqa Yo'q, vatali. Menda har xil kuruk bor va har xil juda ham razniy. Ana nima kursdoshlarim, sinfdoshlarim, undan keyin hamma endi ularni masalan kirib men u yerga ana qila olmayman hech qanaqasi. Tushunyapsizmi? Men u yoqda 20 yil orqaga qaytaman. Bo'ldi. Mazza. Mazza. U kuruklar borki, umuman fikr almashadigan kuruklar bor, просто eshitadigan kuruklar bor, просто jim turadigan joyimiz bor. Ya'ni bu Har birimiz bilishingiz kerak-da. Yana aytaman-ku ana o'zi yo'l ko'rsatadi-ku, просто moslashib kirib ketish kerak. Hech narsa chegara qo'ymasdan deb o'ylayman.
Men o'ylayman, krug qachon almashadi? Krug degan bu atrofimizdagi insonlarni qachon almashtirishimiz kerak yoki o'zgartirishimiz kerak, voz kechmasak ham. O'sha joyda o'zingizni his qila olmayotgan bo'lsangiz, o'sha joydan bugun katta bir narsa olmayotgan bo'lsangiz bo'ladi. Man qachon o'zgarganman? O'zbek kelini sifatida gapiring. O'sha kelinim sifatida O'zbek kelini sifatida gapiringlar hozir. Yo'q, bu oila emas. Yo'q, endi просто Do'konlar atrofida. Man birinchi biznesga kirib kelishim va bu inson manmasman deyishimga sabab bizning plashatkamiz bo'lardi. Detskiy plashatka har bir dom uylarning oldida bor. Chiqsak, 6 ta kelin o'tirardik. Hamma kichkina bolasini olib chiqadi, lekin suhbat bir xil. Qaynona, qaynota, er, Mavzu bir xil. bir xilda. Boshida qiziq tuyulgan. Hamma qator dardimni aytib olaverganman-da mana. Endi hamma bir-biriga maslahat beradi. Keyin o'shalarni ko'rsamcha qochadigan bo'lib qolganman. Qarasam, mani ungacha qaynotam yaxshi edi, erim yaxshi edi, oilam вообще zo'r edi men uchun, ideal edi. Ular bilan gaplashaverganim sari menga ham sezilishi boshlagan. Qaynonam boshqacha qarashi, erim bir joylarga ruxsat bermasligi. u kuruk hammada bo'lgan va u kuruk bilan qilmagan ishingiz qolmagan. O'shancha men o'ylaganman-da, men o'zgarishim kerak. Men endi bir umr shunaqa o'tirmayman. Har doim ani muammoimni hammaga aytib o'tirib, muammoim bir-birimizga. Quyi energetikada. Kimni muammosi kuchliroq degan bahs ketadi. O'tirib sani qaynonang emas, mening sanikidan battar degan narsa ketadi. Lekin mana shu kurukda qanaqadir tushunib yetmagan holatda o'zini o'zi siz o'qib bilmaganingiz sari siz qolaman desangiz ham undan tisqib chiqarib ketasiz. Bilasizmi? Oldin 4 soat o'tirgan Gaplashaman desangiz ham gaplasha olmaysiz. Hozir nechta ham o'tirolmay, ko'rib qolamiz. Ishimiz zo'r bo'lib ketsa, ha, rahmat, voy shoshilib turuvdim. O'zingiz yaxshimisiz ko'rib qursam. O'shanaqa suhbatda 5 minut ham Allohcha vaqt bermay qolar ekan. Nuqul o'sha eski davrani ko'rsam, menda важный uchrashib turgan bo'ladi. Случайно ko'rishib qolsak ham. Aytaman. Aytyaptilar-ku, siqib chiqarib chiqarib deymanda. Siz xohlaysiz, yaxshi ko'rasiz, lekin samimiyat. lekin samimiysiz, zo'rsiz, lekin vaqtingiz yetmay qoladi mana bu. Chiqib ketib qolasiz. Mavzu yo'q, chunki to'g'ridan muhim ishlarimiz bor. O'zi aytiladi-da, o'smoqchi bo'lgan odamga 3 ta narsangni o'zgartirasan. Qulog'ing bilan eshitayotgan narsangni, ko'zing bilan ko'rayotgan narsangni, og'zing bilan gapirayotgan narsang. Qulog'ing bilan nima eshityapsan? G'iybat eshityapsanmi yo успешный ayollar bilan o'sha biznes muhokamasimi yoki Qur'on eshityapsanmi? Yoki ko'zing nimani ko'ryapti bugun? Negativni ko'ryapsanmi faqat atrofingda yo yaxshi narsalarni, o'sgan insonlarni, chiroyli narsalarni, insonni ko'zi chiroyli narsalarni ko'rish bilan baribir. Yoki sayohatlarda chiroyli joylarni ko'ryapsanmi? Mana bu narsa muhim. Gapirayotgan gaping. Seni og'zingdan nima chiqyapti? Seni o'zingdan g'iybatmi, yaxshi gapmi yoki o'sha katta bizneslarmi, katta pullarmi, nima seni yoki o'sha Qur'on o'qiyapsanmi, nima chiqayotgan bo'lsa, sen o'shasan deydi-da. To'g'ri. Ты состоишь из этого. Shuning uchun mana shu 3 ta narsani baribir inson o'zi uchun bir qulog'iga qo'rg'oshinday bir nima qo'yib olish kerak ekanda. Demak, mana shu yerda men biznesni boshlaganimda ko'p yaqinlardan qarshiliklar bo'lganda, o'shandan keyin men ko'proq o'zim bilan gaplashadigan bo'lganman-da. Ko'proq mana yozardim. Shu ishda ushlasang agar senga nima plyusi bor, nima minusi bor. O'sha joyga plyus ko'paydi bo'ldi. Bu boshqa kim nima desa, men u yo'ldan qaytara olmaydi. O'sha ishda ushladim, oxirigacha yetkazishim kerak bo'lganda, men shu joylarda ko'proq o'zimga savol beraman-da, Noila, mana shu kuruk kerakmi hozir senga? Mana shu nimadan nima olasan sen deb o'zimga savol beraman-da. Demak, kerak ekanmi menga ko'proq o'zimni o'sha yerga uraman. Kerak ekan menga, men o'sishim uchun, meni rivojlanishim uchun hozir menga mana shunaqa kurukka yurishim kerak degan narsani qo'yaman. Alloh shunchaki yo'l ochib beradi-da. Men o'sha kurukka hozircha munosib bo'lmagan joyim bo'lgan, lekin o'sha joyga Alloh menga yo'l ochib bergan. O'sha kurukka kirishimga-da, o'sha ilm olishimga, o'shalardan fikr almashishimga, demak, men shu joyimni to'g'rilashim kerak ekan deb nima qilishim uchun yo'l ochib berilganda. Men o'ylayman, bugun mana hozir siz aytyapsiz, hozir o'sha pullar 1 million topayotganlar qanday 10 million topayotgan nimaga kurukka kirib biladi? Yo'q. Agar odamda kuchli xohish bo'lsa, Alloh yo'l ochib berar ekan o'sha kurukka kirishi uchun hamda. Muhim birinchi o'rinlikka bizada o'sha xohishimizni uyg'onishi, hayotimizni o'zgarishimiz uchun qilgan qarorimizni o'zi bilan Alloh yo'limizni ochib berar ekan. To'g'ri. Lekin bu kurukka kirishdan maqsad faqat bo'lib qolishi kerak emasda.
To'g'ri, endi manfaat. ha, endi mana o'zimiz o'zgarganimizdan Parvarishda. keyin insonlarni o'zgartirishimizga nimamiz yetadi-da. Mana shu 6 oy siz aytganga o'xshagan maqsadim mana qarzdor bo'lganman o'sha payti. Qarzimdan qutulish bo'lgan maqsadim. Nima bo'lsa-ham mana shu qarzdan qutulish bo'lganligi uchun man bu biznesda marketingni tushunmaganman. Chunki menga onlayn taklif qilingan. Faqatgina ikkita inson hamkor qilsa $100 oladi. Bo'ldi. Ana shu narsa bilan man qilganman-da. Bundan qarasam 6 oyda ichida ikkita sayohatni yutib qo'yganman. 6 oyda ichida avtobonus egasiga aylanganman. 6 oyda ichida qarzlarimdan qutulganman-da. Mana shu yerda sahnaga turibman, e'lon qilinyapti-da, bunday deyman. O'zi shukrona aytib o'tiribman. Ey Allohim, birinchi marta sayohatga chiqishim, ikkinchi marta, birinchisi Turkiya bo'lsa, ikkinchisi Rossiyada. Yana Esengi davlatlarining ichida, lider ayollarning ichiga o'tirganimga shukr aytib o'tiraman. Ey Allohim, mana shu yerlarga qodir qilib keltirib qo'yganingga shukr deb o'tirsam, o'sha yerga avtobonus egalari, sohibalari deb aytayotganda, ism familiyam aytsaga Noila Ismoilova desaga, bir xil ism familiya ham bo'larkan desam agar, ustozim Noila nega o'tirsiz, chiqing desalar agar, ana shu yerga bilasizmi, yig'lab chiqqanman. Sahnaga chiqqunimcha miyamdan nechta fikr, qancha otilgan toshlar menga yig'lab chiqyapman-da. Keyin o'sha O'zbekistonda 4 ta inson maoshini yutgan bo'lsa, bittasi men bo'lganman. Ustozimga qarab aytganman. Alloh mani shunchalik eshitdimi, ustoz? Men bu yerga qarzimdan qutulaman deb kelgan joyimda mani Alloh shunchalik mukofotlab qo'ydi deganman. O'sha yerga ahd qilganman. Xudo xohlasa men chiqqan natijaga bugun menga tushunib tushunmasdan ergashgan insonlarni mana shu darajaga chiqarmasdan mana halol qilib olmayotgan ekanman. Shu darajaga chiqarishim kerak deb o'sha kundan boshlab menga ustozim aytganlar-da, Noila, bugun siz farzandingizga shokolad olib borib berganingizda sizga ishonib kirgan insonlar bugun uyga qoq non yeyotgan bo'lsa, halol bo'lmaydi sizga. Shu darajaga chiqarishingiz kerak u insonlarni ham. Siz chiqqan natijaga, demak siz qila olibsizmi? Ularni ham fikrini o'zgartirishingiz kerak, ularni ham chiqarishingiz kerak. Behudadan behuda sizni tanlab kirib kelmayapti deganlarida o'sha narsa nima bo'lganki, ko'proq viloyatga yurishim kerak, insonlarning hayoti o'zgarishiga sababchi bo'lay. Alloh menga shunaqa insonlarni qodir qil, ularni ongi ochilsin, mani gapirayotgan gapimni anglab bilsin deganligim uchun ham atrofimda o'shanaqa insonlarni qo'ygan. Yana o'sha Rossiyadan qaytayotgan paytimizda g'olib bo'lib qaytyapman men o'sha yerda. Lekin aeroportda bir ayolni ko'rganman, yig'lab gapirgan vodiylik ayol. O'zbekistonga ketyapsizlarmi? Mazza, 3 yil bo'ldi kelganimga, karantin bo'lib qolishim o'xshamadi. Qaytish imkoniyatim yo'q hozir. Endigina yaxshi ish topdim, lekin rosa farzandlarim sog'inganman degan. O'sha payt ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Nahotki 9 oy qiynalib vujudingda ko'targan farzandni bugun xohlagan payting bag'ringga bosish shunchalik qiyin ekanmi? Ey Allohim, musofirni duosini ijobat qilaman degansan, bugun sendan so'rayman. Allohim, men bugun chekka ayollarni, qishloqlarda yashaydigan ayollarga ham bir sababchi bo'layu, chet elga hech qachon xizmatkor bo'lib chiqmasin o'zbek ayollari, faqatgina dam olish imkoniyati berish uchun meni bir sababchi qil deganman. Alhamdulillah hozir o'shanaqa nimani berib qo'ydi. Shu bu ham niyatga yarashasida. Mana o'zim uchun emas, ham bir tarafdan o'zim uchun so'raganman. Ko'proq mana insonlar uchun so'raganligim uchun balkim erishgandirman o'sha yutuqqa deb o'ylayman. Niyat xolisligini Niyat xolisligini qarang, to'ppa-to'g'ri. Qishloqdagi eng chekka ayollar haqiqat. Men o'zim qishloqdan qiziman, Qashqadaryolikman. Ulargacha sayohat gapirsangiz bo'ladigan narsalar gapir deydi. Unaqa narsa nerealniy ham erda-ku hozir mayli sayohatlar ko'payib, ko'plar umralarga borgan, Turkiyalarga chiqqan, bor hamma joyda. Borib kelyapti. Endi 5 yil, 6 yil oldin это нереальный narsa edi. To'g'ri. Haqiqatdan bu juda katta emotsiya. Chunki sayohatga bir marta chiqib, men uni emotsiyasini olganman-da. Uzrasizda Toshkentdan, O'zbekistondan o'zi boshqa o'sha g'oyalarga, pullarga, ideyalarga, har xil narsaga ochilasizda, o'zi ko'rasizda. U ham mayli. O'sha bir narsaga amin bo'lganman-da. Masalan, men ham qishloqni qiziman, turmush o'rtog'im ham qishloqdan chiqqan. Lekin amin bo'lganman. Siz nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, o'shani niyat qilsangiz, shunga maqsad qo'ysangiz bo'larkan shu narsa. Xudo beradi.
bo'larkan, o'sha Shunday. narsaga erisharkan. Shuning uchun hech qachon u boshqacha odamda, ular boshqacha odamlarda, ularda o'xshaydi, menda hech qachon shunday deyish kerak emas ekan. To'g'ri. Bo'laman deyish kerak ekan, bo'larkan odam. Ajralish kerak. Tanlash. Maqsadida shaddod bo'lgan insonlar yaxshi ko'raman. Ana olaman, qarab turing ustoz olaman deydi-yu, realniy oladi. Olasiz deb kimgadir ishonch bersangiz, o'zini ishonchi bo'lsa ololmaydi. Siz bilasiz, intuitsiya bormi? Ustozlarda bo'ladi. Qaysi shogirdingizdan nima chiqishini oldindan his qilasiz. Shunaqa qilsa shunaqa bo'ladi degan. Prosta tanlash kerak bo'ldi. To'g'ri. Bizda tanlolmaydi. Yo'q deyishga ham qo'rqamiz, ha desaga ham qo'rqamiz. O'shaning uchun juda ko'pchilik o'rtada qolib ketgan. Shu narsani qilaman deb maqsad qo'ya olmaydi. Qo'rquv. Ayollarda qo'rquv juda kuchli. O'zini loyiq ko'rish, tanlab olish. Mana siz tanlagansiz. Bo'ldi. Bu odamlarning gapimi? Bo'ldi. Juda ham kuchli motivatsiya bo'lganda, motivatsiya o'zgarishga nisbatan xuddi hojatxonaga misol qilib keltiriladi-ku. Masalan, siz shu darajada farqi bo'lmaslik kerak o'sha narsaga erishish uchun. Yeri tagidan bo'lsa ham topasiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Hasan Qori akani bir kun nimalarni ko'rib qoldim, Instagramda Instagramda ko'rib qoldim. Aytyaptilar-da, inson qachon harakat qiladi bilasizlarmi? Endi ana yonidagi yigitlar aytyaptiki, anaqa nima pul kerak bo'lganda, yo ana bo'lganda, mana bo'lganda bolalarga qarash kerak bo'lgan. Keyin yo'q deyaptilar. Inson qachonki unda muammo paydo bo'lsa, o'shanda harakat qiladi. O'shanda maqsad qo'yadi. Mana hozir Noilaning misollarida hamda muammoing bo'lgandan keyin, to'xta. Masalan, misol keltiryaptilar. Misol uchun sport zalga borib, hozir shunday qomating zo'r bo'ladi, borib qatnasang desa, 2 marta borib, bo'lmadi, shu qolmadim deysiz. Lekin sog'lig'ingda muammo bor. Agar bormasang o'lasan desa, shu odam shunday boradi, toldirmasdan boshqa ishni yig'ishtirib qo'yib boradi-da. Xuddi shu. Oliy maqsad Endi qo'yadi. mana anoga hojatga bormoqchisiz, endi qo'pol bo'lsa ham o'sha paytda qulog'ingizga hech narsa kirmaydi. Kirmaydi. Men bu yerda masalan $10,000 kurs maslahatini beraman. Yo'q. Kirgansiz men maqsad shunaqa bo'lishi kerak. Maqsad shunaqa bo'lishi kerak. Maqsad shunaqa bo'lishi Hech narsaga kerak. qaramasdan. Ana o'sha Hozir bir nima bo'ladi ekan. oddiy mana prosta qanaqa harakat qilasiz hech kimga quloq solmaysiz. Birinchi bajarib oling, keyin eshitaman. Noilalar shunaqa xarakterlarni bilarmi deylik? Maqsadlaring ular shunaqa. Ana Amira shu deb aytganda, joy namozga turib niyat qilganing ketib qolmaysan, o'qiysan shu namozni degan. Shundayda. Niyat to'g'ri, juda ham nimaga bu narsani aytaman? Hamma biznes boshlagan. Savol bermoqchiman. Suhbatdan oldin hammadan ozgina eshitdim. Siz haqida Oydin opam aytib berdilar. Biznes boshlaganinglarda turmush o'rtog'inglar qarshilik qilganmi va o'sha paytda siz qo'rquvingizni qanaqa yengib o'tgansiz yoki qanaqa qilib rozi qilgansizlar? Men mana hozir aytib berdim qanaqa. Keyin eshitaman siz. Qarshilik bo'lgan, lekin keyin eshitaman. Bizani eng birinchi negativimiz turmush o'rtog'lar, любой g'oyaga birinchi, eng hali o'zingizni isbotlamagan vaqtingizda isbotlab tanlovingiz to'g'ri ekanligi o'zingiz amin bo'lgandan keyin atrof o'zgarishni boshlaydi. Buning uchun birinchi harakat qilib ko'rsatib berishimiz kerak-da. Chunki ularning fikrlashi boshqacha-da. Ular realist. Bizani dushmanimiz emas. Endi bizni boshqa shunaqa o'ylaganmiz. Podkastni kuzatadigan ayollarda ularda hayol men biznes qilgim keladi, o'zim qobiliyatimni ochgim keladi, lekin erim qo'ymaydi-da deyishadi-yu. Biznesni nima maqsadda qilishingizga ham ko'p narsa bog'liqda. Misol uchun ayol mazza qilish uchun qiladi ham, boya yuqorida aytgan, mazza qilish uchun qilamiz. Bizim maqsadimiz endi mayli bir xil ayrim ayollarda bordir, balki shu oila, turmush yoki mana sizni ham bilaman, turmush o'rtog'i tengma-teng nimani ro'zg'orini tortasizlar-da, misol uchun. Lekin baribir o'sha jarayon sizga mazza bermasa, undan kelayotgan pulda baraka bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunday. Jarayondan zavq olsangiz, ishingiz ish bo'lmaydi. Zavq olsa. Men lekin o'zimni hayotimdan misol keltirib, mana oxirgi 2 yilda men ish jarayonimdan zavqlanyapman va turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlayapti. Lekin umumiy 14 yillik faoliyatimda har doim nimadir ish boshlasam, yig'ishtir kerak emas deganda. Men qarab turing, isbotman,
o'shalarga isbotlash uchun ham harakat qilgan. Qaysidir ishxonamni mana shu yerga kirolmaysan desalar kirishga o'zimni o'sha yerda mana ayolingiz mana shunaqa qo'lidan keloldi degani keyin yaqinda aytib qoldilarda mana shu narsani eplolmaysan endi уже ta'sir qilmaydi Men mana qo'llab-quvvatlash haqida gap ketgan. Men magistraturaga dokument topshirgan borganda pasportim uyda qolib ketgan bo'lgan. Keyin xo'jayinim uyda. qarang. Xo'jayinimga telefon qilsam, qaytib kelaver, topshirib o'tirman, baribir kirolmaysan. Qo'y, hozir taksi ovora qilib yurmaylik degan. Keyin o'sha uyimizda mehmon qiz bor edi, o'shanga berdirib, taksi chiqarib yuborgan pasportimni. Keyin kirib hujjat topshirganman. Keyin chiqayotganimda просто kirib umuman nima desam ekan, test belgilab chiqqanman. O'zim ham kirishganim bo'lmagan, lekin javob chiqqanda men 88 ta insondan 4 kishini oladi. 4-inchisi men bo'lganman. O'shanda xo'jayinim ishonmaganda sen adashyapsan. Yo'q, bu sen emas. Bu sen emas. Borib yuring. Qaytadan ko'raylik deb o'sha payt endi kontrakt bo'lgan, kontraktga o'shanda qarang, ishonmadi lekin kontraktim to'ladi. Tushunyapsizmi mana? O'sha yerda masalan qo'llab-quvvatlash-ku mana shu. Lekin boshida ishonmadi. Lekin ilojini topib harakat qilib natija ko'rsatganimizdan keyin qo'llab-quvvatlaydi. Bu menimcha orzularni o'g'irlatmaslik deb o'ylayman. Mana turmush o'rtog'ingiz qo'y kirolmaysan desalar, hay deb kelsangizda orzungiz o'g'irlangan bo'lardi-da. Masalan, o'sha atelye ochayotganda sen eplolmaysan, qo'y qilma, chunki qiyin, biznes qiyin degan. Aytmaganman, 6 oydan keyin bilgan. O'sha qarasaki 4 odam ishlayapti. Keyin ko'rgandan keyin bannerlarimni ilib, stol yasab berganmiz. Hop, siz isbotini qilgansiz. O'shaning uchun-da birinchi isbotgacha bo'lgan jarayon bor Noilada. o'sha qobiliyatni o'sha payti eshitish kerak emas hech kimni. har bo'lish kerak. Hammada har xil. Bu qilsa mana Noilada ham, sizda ham masalan o'sha narsani qilolmaysan desa, Manda aniq bo'ladi-da. Ha, Isbotlayman degan narsa kuchli bo'lgan. menda yo'q u narsa. Masalan, menda mana shu ishni qilsam, stilistikani hech kim tushunmaydi. Masalan, imij stilist Toshkentda, O'zbekistonda yo'q, lekin shuni qilsam bo'larmikan deb so'raganimda, deb aytganimda xo'jayinimlarga hozirgacha mana esimda. Keyin bo'ladi qilsang deganlar. Bitta shu gaplari bilan qilganman. Agar o'sha yerda qo'y yig'ishtir, kim keladi, kim pul to'laydi kiyim kiyish uchun, odamlar kiyim olishga pul topolmayapti deganlarida, misol uchun men ishonchim komil, men bu ishni qilmasdim. Ya'ni shunday insonlar bor, o'sha narsani qila olmaysan desa qilishga harakat qiladi. Shunday insonlar bor, masalan, qo'llab-quvvatlaganingdan keyin qiladi. Kimdir energiyani negativdan oladi, Shuna. kimdir energiyani Pozitivdan oladi. Biz ham maqtab tursin. Menda qarshilik bo'lmagan masalan. Sizni biznesingizda qarshilik bo'lganmi turmush o'rtog'ingizda? Bo'lgan turmush o'rtog'im boshida qilib ko'r deganlar, lekin Keyin kirishib ketgansiz. nima bo'lganligi uchun viloyatma-viloyat yurishimiz uchun qarshilik qilingan, hattoki urib burnim ham silingan mani shu yerda qurbon bo'lgan. Lekin baribir qaytmaganman orzuyimdan, chunki o'zimga aytganman, Noila, agar sen qoladigan bo'lsang, ertaga hozir farzandlaring nima bersang yeyapti, nima bersang kiyyapti, lekin ertaga farzandlaring boshqalarga qaraydida, yo'q, mani ota-onam mana bu inson bo'lgandaydi desaga, ertaga sani ana vayron bo'lganing shu bo'ladi. Shu uchunki hozir tanloqqa hozir qiyinchilik bo'ladi, lekin ertaga sendan farzandlaring faxrlanadi degan narsa bo'lganligi uchun harakat qilganman. Mana hozirgi kunda turmush o'rtog'im ham arizani yozib, mani yonimdalar, direktor statsiyalarida, hozir birgalikda biznes partnyor, birgalikda faoliyat olib boramiz. Lekin boshida rosa qarshilik bo'lgan. Yo oilani tanlaysan, yo biznesingni deganlar jahllardan tushish uchun o'sha payt xo'p mayli, oilani deb turganman, lekin o'zlariga kelgandan keyin sirazi yana biznes. Ichingiz boshqa dunyoda yashashni boshlaydi. Siz shuni qilolmaysiz, unga qilolmaysiz. Yo'q, unga xiyonat qilolmaysiz. Xuddi shu. Nima bo'lsa ham, mana shu narsa baribirchi mana qarang, ayolni nimaligida tafakkurida bu yerda ham masalan o'sha paytda yo'q qilaman, baribir nima desangiz deng deb baribir ko'nadi deyish boshqa. To'xta, jahllardan tushsin. Men uchun bu bilan munosabat birinchi o'rinda turishi. Erim bilan munosabat men uchun birinchi o'rinda turibdi, unisi keyin degan maqsad qo'yish ham bor-da bu yerda. Shuning uchun birinchi oilani, baribir o'zbek ayollari baribir birinchi oilani. Oiladan voz kechmaymiz. Birinchi mana kuzatuvchi qizlarim biznes qilish kerak ekan deb oila birinchi. mana shu yerdagi ayollar, biznes qilgan ayollarning hammasini eri bor, oilasi bor va eriga
eriga bo'ysungan ayollar, Albatta. erini hurmatini oilada ustun qo'ygan ayollar, biznesni ham, например, qilish mumkin. Menga bir mashhur, kimligini aytmayman, bir mashhur ayol aytganlar, turmush o'rtoqlari yo'q ayol aytganlar, meni bolaligimdan meni shu narsaga o'rgatishgan. Yo eringni deysan, yo ko'chani ishini deysan. Unaqa qilmasang yasholmaysan. Anaqa qilib ketib bo'lmaydi. Barakani yo pulingga, yo oilangga beradi deganda, men o'sha biznesni tanlab ketganman. Turmush o'rtog'im bitta xatolarni kechirmagan, bitta xiyonatlarni kechirmasdan men ajrashib ketganman. Mana bo'larkanu men sizni ko'rib shunaqa deganlarda, sizni ko'rib hayron bo'ldim. Bo'larkan-ku mana deb o'yladim. Ham turmush o'rtog'ingiz ham barakasi bor, siznikini ham ishingiz barakasi bor. Debdi. O'ylab qolganman keyin. Rostdan shunaqa ham bo'lishi mumkin ekan deb Yo'q, o'ylab qolganman. ko'pchilik ayollarda bor, men ishlasam erimga pul kelmay qo'yadi degan. Hozir shunaqa chiqqan, so'z chiqqan. Ayol kishi ko'proq pul topsa, erkak kishidan pul ketadi. Buni bilmadim. Men bu narsaga umuman Qo'shilmayman. Sizlarda unaqa bo'lmadimi? Yo'q. Ularni Unaqa ko'paydi, bo'lgan. naborada. Ha. Endi birinchi baribir erkak kishida baraka. Masalan, shuncha biznesimiz bo'lsa ham, men Noilani ham bilaman, siznikini endi bilmayman, lekin o'zimdan kelib chiqib, soat kechqurun 6mi, ujinmi, bir joy yonib ketmaydimi, ujinda o'tirishim kerak uyda. Va hamma narsani tashlab uyga yetib boraman. Ona bilaman. Nima ish qilsang 5 gacha et deysizmi? Ha, 5 gacha qildi, 5 gacha qil bo'ldi uyda. O'sha biznesimi boshqa o'zi pul tikib bergan bizneslari ham bor-da, masalan, magazinimga ham pul tikib berganlar. Lekin o'sha yerda uyda bo'lishim kerak bo'ldi. Oilaviy vaqtga xiyonat yo'q bizda. Ana shu narsada tarbiya. O'sha narsa bor-ku, erimdan agar men ishlasam, men degan narsa bor-ku, o'sha qachonki biz bo'lsa baraka bo'ladi. Men degan narsa yo'q oilada. Ana shu bizni bularda ko'rganman. Biz bo'lish. Bu unga vaqt kerak. Bu 1 yilda, 2 yilda biz bo'lolmaysiz. U shu darajaga kelasiz o'zi. Xuddi yarmingizdayda, u men, sen, meni pulim, seni puling degan narsa umuman yo'qolib ketadi. Bu bizga aylanib ketadi. O'shanda Alloh baraka beradi. Bular ham Lekin xuddi shunday bungacha- bo'lgan ekan. Bularga ham mana biz bo'lgandan keyin, ya'ni yoningizga kirgandan keyin, men hamma joyda aytaman, ungacha ham rosa ko'p pullar bilasiz-ku, o'tdim bu perioddan. Lekin xo'jayinim haqiqatda shu kirib kelgandan keyin, o'shandan keyin bizda katta o'sish, baraka boshlan. Erkak kishi tizimni ushlab turadi baribir. Bemalol aniq qarayapti hamma narsaga deb biz ijodga osmonda yuramiz. Yerda emas. Hay deb turiladi. Yerga tortib turadi. Lekin biznes haqiqatdan tizim bilan uni hisob-kitobni yaxshi ko'radi. O'shanda biznes tizimlashadi. Bizni biznesni, masalan, hisob-kitobida men umuman aralashmayman. Umuman это не моё. Pulga Reelsizda do'koningiz qancha bilmayman, ana so'rang ulardan deb qo'yadi. Men faqat nima qilsammi, nima qanaqa fotosessiya qilamiz, nima o'ylaymiz, qaysi model chaqiramiz, qaysi fotograf bilan ishlayman, nima ko'ylak qilamiz, ijodiy tomon. Oydin opamda ham shunaqa. Oydin opa nima bo'pti, nimadirlar qildingizmi desam, kiyim olgan ketyapman Yaponiyaga, Koreyaga, erim bilan deb qoldim bo'ldi-da. Kiyim olish bu bir bahona. Ishchilar bor deydi. Mayli, hammaga shunaqa nasib Hammaga qilsin. nasib. Hammaga shunaqa Shu etap kelsin. Keladi bu etap. Bu etap bor ekanda. Mana hammamiz ham mana hozir suhbat jarayonida bilyapsiz, hammamiz ham nolda, minusdan, hattoki chiqib, masalan, o'zimizdan bo'lmagan, yo bir davlatdan kredit olmaganmiz qarzga, yo bir boshqa bir joylardan qarz bo'lmaganmiz. Shunchaki mana baraka, oila, farzand birinchi o'rinda, ana undan keyin biznes qilgan ayol. Siz biznes haqida gapirmoqchi edingiz, biz umuman boshqa Biz mana tomondan Eng kerakli pul haqida gapirmadik pul haqida gapirmadik. haqida gapirishimiz kerak bo'lsa ham. Buning uchun boshqani olib kelib qo'yishingiz. Do'stlarim. Реально. Lekin qo'rquv haqida, ayniqsa qarorini orqasidan ketish, mehnat haqida, biznes haqida juda ko'p ma'lumotlar O'zi kerak. Asosiysi shu. Chunki pul emas ayol uchun. Pul o'zi keladi. Ayol uchun baribir o'sha ishidan maza qilish, oilani, erni, farzandlarni to'g'ri nima deydi, pozitsiyaga qo'yish bo'ldi. O'sha erga bo'lgan munosabatingiz to'g'ri bo'lsa, o'zimizni e'tiqod tomonidan to'g'ri bo'lsa, farzandlar shunga qarab ketadi. Bo'ldi. Qizingiz ham ertaga siz qanaqa bo'lsangiz shunga tarbiya ketadi. Keliningiz xuddi o'zingizga o'xshagan kelin kelar ekan hayotingizga ham. Biznes bu o'zingizni mazangiz uchun.
Faqatgina mazza qilib ishlasangiz pul kelaveradi. Pulni hisob kitob beringlar, qilaversangiz, mazza qilib yuraveraylik. Yana bitta savol bermoqchi edim. O'zi bilasizmi, shunaqa situatsiya bor. Judayam konsultatsiya ko'p o'tirilganda yoki suhbatlar bo'lganda uxlolmayapman degan ayollar bo'ladi. Mana tinimsiz g'oya keladigan insonlar bor. Nimadir qilishim kerak. Mana biz уже nimadir qilyapmiz, lekin hali ham bizda to'xtash yo'q. Yana nimadir qilishimiz kerak. Mana shu podkastga ham vaqtimizni ajratib, bu ham nimadir berish, nimadir qilishda g'oyasini amalga oshirish. Demoqchi bo'lganim, qanaqa insonlardan biznesmen chiqadi yoki biznesdagi ayol chiqadi. Tinimsiz o'z ijodiga yoki bo'lmasa mana shu qobiliyatini aniqlamoqchi bo'lgan insonlardan yoki shunchaki pul topmoqchi bo'lganlardan bo'ladi-yu. Pul topishim kerak degan insonlar bo'ladi yoki menda mana shunaqa qobiliyatim bor, topib nimadir yo'nalishimni o'zgartirishim kerak degan insonlardan biznes lady успешный chiqadi. Ya'ni omadli biznesmen ayollar bo'ladi. Man o'ylayman, kasbini sevgan insonlardan. Qiziqadi. Kasbini o'zini yarmi deb hisoblagan nimada o'shandan keladi. Biznes lady bo'lish, biznesmen bo'lish. Hamma aytganda, mana yuqorida aytilganday, mazza qilish kerak. O'sha qilayotgan kasbi azob emas, unga mazza berish kerak. Mana 24 soat ishlaydimi, 18 soat ishlaydimi, lekin o'sha nimadan mazza qilish kerak, charchamaslik kerak, rohatlanish kerak. O'shandagina biznes lady, biznesmen bo'la oladi. Ovqat yeyolmaysizda даже. Men bilan qizlar yursa aytadi. Ovqatlanib olishimiz kerak deyaveradi-da, men och qolmayman. Qanday siz och qolmasdan yuraverasiz ertalabdan kechgacha, hali ertaga. Ana bugun ko'rasan, sen ham och qolmay qolasan. Uxlaydigan bo'lib qolasan deydi. Yo'q, bu просто mana shu ham sezilmaydi. Jarayonni mazza qilish kerak. Jarayon o'zi qanaqadir kuch beradimi? Shu darajada sezilmaydi va mazada mana shu ishni yaxshi ko'rish kerak. Qilayotgan ishini bo'ldi. U ish faqat biznes lady emas. Bu oddiy sartaroshmi, farroshmi, oyna artadimi, O'zini hojatxona tozalaymi, farqi yo'q. Har bitta ishdan zavq ola bilsa, o'sha yerda o'sish bo'ladi. kasb kasalligi bor bo'lar ekanda. Unda nimaga uni aytayapman, Oydin opamni Fanat bo'lasiz, fanatda kasallik. o'zlarini yo'nalishlariga. shunaqa- Taqlid ketaveradilar. Yo'q, shunaqa man to'g'rilab bo'lmasa birinchidan mehr, Mehr, ishingga nisbatan sevgi, muhabbat. kuchli sevgi, muhabbat, o'sha siz hayotingni tasavvur qila olmaslik, bu xuddiki bir seni farzandingdek gap. Misol uchun bir marta Noila keldida, men aytdim, magazin ochganimda ozgina endi mana chiqishlar bo'ldi Coviddan keyin. Noila, magazinimni yopmoqchiman, maslahat bering dedim. Tayyor biznes qilib sotaymi yoki anaqa nima narsalarni распродажа qilaymi yoki ehson tarqataymi deb so'raganimda Noila shunday o'tirdi, aytdiki, opa dedi, tasavvur qiling dedi, chaqaloq tug'dingiz dedi. Keyin bir yil uni dedi qimmat kashalar bilan, qimmat pamperslar bilan boqdingiz dedi. Bir yildan keyin u bolaga qani meni kashalarim pulini qaytar, qani meni pamperslarim pulini qaytar deysizmi? Bu hali chaqaloq-ku, buni hali boqish kerak, buni katta qilish kerak. Bering. Dudichi bo'ldimda bo'ldi. Men kechasi bilan uxlamay o'ylab chiqdim, rahmat sizga dedim. Mana insonga nima uchun kerak? Haqiqatdan ham sizlar bir-birlaringiz behudadan behuda tushunmas ekansizlar. Shundan keyin masalan men biznesda odam emasman. Bu biznesda O'zingiz yo'q bizda do'konda. necha yil yo'q bo'lganman to'g'ri, lekin demoqchi bo'lganim 18 yil o'qituvchilikdan keyin, o'qituvchilik qanaqa? Oylikdan oylikkacha yetkazish kerak, hali avans, hali oylik. Shuning uchun men mana qilsam, mana shu ishdan mana shu paytgacha ishlasam oylik, bo'lmasam yo'q bo'lgan. Bunda 24 soat ish xohlagan payt ishlagan, farzand, bo'l. Ya'ni hayot tarzi biznesning ichida. Ya'ni biznes ham qonda bo'lishi kerak ekan. Masalan, meni hozir qizimni biznesga qarashi butunlay boshqacha. Meniki boshqacha. Men baribir ozgina bo'lsa mana qo'rquv bilan, aql bilan qarab turaman. O'qituvchiman-da. Zarib berdi-da Unaqa emas. Ya'ni unda ko'proq o'xshaydi. Mehr o'sha qon baribir. Tashlab qo'yish kerak emas-da, boshlangan ishmi, mehringizni berdingizmi, uni tashlab qo'yish kerak emas. Uni xohlasangiz ham tashlay olmaysiz-da. Yaxshi ko'rsangiz Endi to'xtaganingizda qanaqadir g'oya keladi, boshqachasiga olib chiqib ketadi. agar pul beradi deb boshlasangiz, bu tashib ketadi-da. Srazi pul tutsangiz, kutuv bo'lish kerak emas, bu mehr. Charchatadi hamda insonni. O'shaning uchun men o'zimizni sohadagi tikuvchilarga ham aytaman, sizni oldingizga kirib kelayotgan insonga g'amxo'rlik qilinglar. Просто. G'amxo'rlik qiling, unda shartsiz. U bechoraga kiyim kerak. Tikib beringlar. U sizlarda bu narsa, bu qobiliyat bu. Davay shu asnoda qaraylik, ishimizga
g'amxo'rlik qilish, ularni avratini yopamiz. Уже qarash, kasbga bo'lgan muhabbat umuman boshqacha shakllanadi. Men judayam shu haqda judayam ko'p gapiramanda o'zimni kanalimda ham, ayniqsa tikuvchilar haqida. Kurs Yo'q, tikuvchilarni-chi o'zimizni anavga urib qo'yganmiz-da. Bizada juda ko'p muammolar bor. Vaqt bo'yicha qidirolmaslik. Ya'ni hammasi tagi tikuvchilik ilmini bilmaganimizdan kelib chiqadi. Va bu ilm borligini yaqingacha ko'pchilik bilmagan va hozir ham judayam ko'pchilik bilmaydi. Ilm olishni boshlagandan keyin aytdim-ku, mana bu stakan yoki qoshiq emas, o'zi katta narsalarni tutishni boshlaydi-da. Munosabat tubdan o'zgarib ketadi. Darsimda bitta zadaniyam borda, o'zim topshirig'im bor. Tadbirkorlarga dars o'taman, boshlang'ich tadbirkorlarga. O'smayapsanmi? Mana biznesimda daromad yo'q, lekin mani yo'nalishimdagi odamlarda daromad bor degan joyingga borgin-da deyman. Sandan ozgina kuchliroq, sandan ozgina ko'proq daromad topayotgan do'kongami yoki magazingami, butikkami borgin, o'rgangin ularni servisini, ular olgan ishchilarni, ular tanlagan rangni, ular tanlagan yo'nalishi, joyi, hamma narsa bir-biriga bog'liqda. Nimaga bu narsani aytyapman? Yaqinda sizga ozgina xiyonat qilib boshqa do'konga bordim. Endi uyda har doim bunaqa ideal yurolmaymiz. Sochlarim yig'ilgan, ozgina yog'langan, oddiygina kiyimdaman. Damashli kiyimda bordim. Yo'l-yo'laga menga bitta kofta kerak edi. Ba'zi kiyimimga. Kirdim, birinchi menga boshimga qaradi, ustimga qaradi, kelmayapti-da sotuvchi. Встречает по одежке, да? Do turibdi. Men cho'ntagimda pulim bor. Lekin mani ko'rinishim, mani pulim haqida gapirmayapti. Aytganingizdek, bizda muomala yo'q ba'zi bir joylarda. Brendi kuchli, qadriyati baland joylarda haqiqatan samimiyat kuchli, kulib kutib oladi. Masalan, Oydin opam do'koniga borganingizda birinchi samimiyat. Qanaqa holatingizdan qat'iy nazar birinchi o'tirish taklif qilishadi, keyin уже kofe, suvda, keyin sizga mana bunaqa narsa olib kelganmiz, bitta ko'ring, erinmasdan, muloyimlik bilan ko'rsatadi. Belgiyada bitta gapi borda, san o'zingni do'koniga kirayotgan insonni oddiy bo'yi baland, ochkili inson sifatida emas, kamida $4,000 daromad keltiradigan nima Xaridor. mijoz sifatida ko'rgin deydi. Ya'ni oldindan u uchun qaror bermagin. Demoqchi bo'lganim, boshqa do'konlarda ham bu narsani ommalashtirish kerak. Ya'ni samimiyatda, tabassumda просто shunchaki kelib sizdan to'g'rilikcha muomala Bu faqat qilishni. O'zbekistonda emas, dunyo bo'yicha ham bor. Krasotka degan film ko'rganmisiz? Mhm. O'sha ko'chadan, Mhm. ko'chadagi daydi qiz Julia dadasiga Roberts. kirganda, qanaqa muomala qiladi? Butik egasi, senga Tashqi ko'rsat- kiyim yo'q, chiq magazinimdan de, hamma yog'ini hozir sastasan deydi. Keyin o'sha anavi partnyor bilan kelib, puldor yigit bilan kelganda hammasi girdiga kapalak bo'lib qolishadi. Bu dunyo bo'yicha bor narsa, insoniyatda baribir bor narsa. Shuning uchun o'zim sohamdan kelib chiqib har doim ayollarga aytaman, birinchi o'rinda o'zingni usti boshingni to'g'rilab, birinchi o'rinda tashqariga ko'chaga chiqayotganingda ko'zingga qarab yurgin deb. Endi to'g'ri, ошибка manda ham bo'lishi mumkin, lekin men как marketolog sifatida aytaman, qanaqa inson bo'lishidan qat'iy nazar, u qanday holatda bo'lishidan san emotsional Inson, sotuv qil. baribir inson. Emotsional sotuv qil. Shu inson balki bir kun oyligini yig'ib olib kelar. Dior kinosini ko'rganimda shunaqa bo'lgan, bitta ko'ylak uchun qancha pul yig'ib ishlab o'sha joyda olib ketishga harakat qilgan. Orzusiga aylangan-ku. Demoqchi bo'lgan, bizda emotsional sotuv birinchi salomlashdan va sotuvchilarni qarashidan Endi boshlanadi. men boyagi gapim bilan kinoni misol keltirgan, men bularni oqlamoqchi emasman. Bu albatta noto'g'ri. Chunki o'sha yerda o'zida siz xafa bo'lib chiqib ketib, u qancha puldan qolib ketishi mumkin. Agar o'sha yerda Shunaqa bo'ldi. o'z kiyimingizga bo'ldimi? O'sha yerdan boshqa kiyimingizga qaramaganda yoki yaxshi munosabat qilganda, u keyinchalik siz orqali qancha daromad qilishi mumkin edi. Va shuni aytaman, eng katta chekka bizada umuman oddiy ayollar berish. Jim spokойно kelib qilib ketadigan odamlar. Umuman o'ylamaysiz. Umuman. Judayam oddiy. O'shaning uchun menga klientlarim juda ko'p dars berishadi. Ularni ko'rib o'zimizga bitta qaror olamiz. Bo'ldi, tugatdim. Bo'ldi. Xo'p, oxirida, podkast oxirida bizlarni kuzatayotgan insonlarga nima tavsiya qilgan bo'lardinglar? Yakun bering, xulosa. Shu bo'lgan ayollarda endi. Business ladymi, mayli o'zini hayotini o'zgartirmoqchi, o'zini stilini o'zini daromadiga umuman shunchaki bizning podkastdan ular nima olishini xohlardingiz o'ziga nisbatan? O'ziga ishonsin, o'zini topsin va bilim olsin. O'ziga ishonsin. Bu juda katta narsa. O'zi ideal inson Alloh yaratganda. Biz o'zimizni ko'mib tashlaymiz ko'p holatlarda.
Alloh taolo ularni ishonchida-da. O'ziga ishonib, bilim olishdan to'xtamasa, natija bo'ladi. Ustoz? Men qizlarimizga 3 ta narsani tavsiya qilardim. Birinchisi bilim olishdan to'xtamaslik, ikkinchisi halollik, uchinchisi oilani muqaddas bilish. Mana shu 3 ta narsa bo'lsa, u bizneslar, u pul уже ikkinchi darajali deb o'ylayman. Mana shu 3 ta narsa eng muhimi. Tushunibdi. Yuqorida bular hammasini aytib o'tdilar. Yana bunga yana bir narsani qo'shmoqchiman. Qilayotgan kasbini sevishlikda. Mana hozir Oydin opam 3 ta narsani sanab o'tdilar. Bular aytdilar, o'zligingni top birinchi, qabul qil o'zingni boringcha. Xuddi o'shanaqa ularga qo'shimchasiga kasbni sevishlikda. Judayam chiroyli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Hech kim charchab qolmadi degan umiddaman. Bir nafasda deydi. Mani aytadigan gapim esa har bir ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, Alloh ularga jamiki so'ragan narsalarini ortig'i bilan beradi deb o'ylayman va so'rashni va eshitishni hamda kelayotgan sabablarini bilishni o'rganishingizni so'ragan bo'lardim. Bu podkastimiz ham bekorga bo'lib o'tmadi. Podkastimiz sizga juda ham manfaatli bo'lsa, kommentariy izohlarda fikringizni qoldiring va qaysi so'z sizni qalbingizni tub-tubigacha yetib bordi. E'tiboringiz uchun sizga rahmat. Kommentariyada o'z insaytlaringizni yozib keting.